xuddi baliqlar bilan banyada hammomda o'tirgandek bo'lasiz. Anvar aka, men burga bor ekanman. Turibdi mana shunda. Voy, ko'feni to'kib yubordi. Men metro stansiyalarida Shanxay bir martalik chiptalardan foydalanaman. Ko'chada nos sotib olaman desangiz ham QR-koddan to'lab berasiz-da. Masalan, quritilgani yarim kilosi $1000 turar ekan. $1000 turar ekan. Ishladimi? Xitoy safarimizning birinchi qismida Urumchi va Shanxayda bo'lgan edik. Bu safar esa Guanzhouga yo'l oldik. Odatiy turistlar yuradigan chiroyli ko'chalarni chetlab o'tib, nostandart hududni tanladik. Talaffuzda adashishim mumkin. Xiaogang yoki Xiaogang dehqon bozori. Rastalarda tirik, tozalangan va pishirilgan turli dengiz jonzotlari sotiladigan bu bozor har qanday turist xotirasida o'chmas hid qoldiradi. Ha, iz emas, hid. Bu bozorda ekaningizni birinchi bo'lib sezadigan a'zoyingiz burningiz bo'ladi. Dengiz mahsulotlarining aralashib ketgan o'tkir hidi shunchalik yoqimsizki, ba'zi joylarda uni sezishdan ko'ra nafas olmaslikni afzal ko'rasiz. Shunday qilib bizni Guanzhouning chiroyli shahar manzarasi emas, aynan shu bozor qarshi oldi. Bilmasa kelingiz, tekshirib oldim. Avr endi. Indamadilar-yu. Mana nima baliq endi bu? Bu anu tok uradigan emasmi? Yo'q. Bu boshqa bu. Bu o'shami? Mana o'sha ajoyib ko'rinyapti-da. O'sha tok uradigan emasmi? А вот это что за рыба вот это? Это называется рыба как ремень. Ha, kamar baliq. Ремень как ремень. O'xshaydi Kamar kanaliga, baliq o'xshaydi. Yaxshi, yaxshi. Qani, yuringlar toshbaqa-moshbaqalarni ko'raylik-chi bo'lsam. Voy, bu qarang tuflayapti. Qara, tuflaydi. Buni ana. Voy, ko'rdingmi? Ko'rib turibdi o'zini. Kim bilsin? Voy. Мертвые люди не покупают. Ha, Tuflayapti. bu tiriklik ochishgandan keyin o'ladi-da, bular to'g'rimi? Ustritsalar. Endi masalan hidini bermoqchi edisiz, tasvirlab bermoqchi edisiz. Ha, shuning uchun biz bilishimiz kerakki, bu yerda hozir ko'chada 30-31 gradus issiq, lekin bu Toshkentdagi 30-31 emas. Bu yerda yana ana hammomda bo'lasiz-ku, suv bo'lib par chiqib ketadi-yu. O'shanaqa, chunki atrofi dengizda o'tdan suv parlanib havoga uradi. Siz xuddi hammomda 32 da yurgandek bo'lasiz, tellab ketaverasiz, pich bo'lib ketasiz deydi-yu. Turkcha hammomda. Shunaqa, turkcha hammomda. Endi shamol ham uncha emas-da. Bu yoq ichkariga kirsa bozor ichlarigacha havo uncha kirmagan, dim bo'lyapti, baliq hidi chiqadi, hammasi aralashib, siz xuddi baliqlar bilan banyada hammomda o'tirgandek bo'lasiz. Biroz qo'lansa bo'lishi mumkin. Atlantidada. Shu Atlantidada. Biroz hidi bor, Spesifik. Lekin vaqt o'tgan sari moslashdik ozgina, boshqa qiynaldik, sal moslashdik hozir. Men kasalman, bilmayman qanaqa hidni haqida gapirayotganinglarni. Burni bityapti. Lazzaga haliga azamga yetib yurotdim-da. Ani bizani aeroportda oldi bitta kishidan so'radik-ku, rasmga olib qo'ydim. Ko'rdingizmi? Sigaretni og'zidan chiqarmasdan bizani rasmga olib qo'ydi. Keyin olib tashladida, anaqasini, ani kishi o'tib ketsa. Yo'q, qizig'icha bu yerda skuterda yuraverishar ekan-e. Skuterda Bu bozorni rastalarning ichida skuterda yurishibdi. Rastalarning ichida skuterda yurishibdi. Hop. Qarang, ayo toshbaqa yo'q ekan bu yerda. Toshbaqa umuman ko'rmadik-a? Hali Toshbaqa yeyish mumkin emasdir balki. Ha, mumkin. Toshbaqali sho'rva bor bularda. Qarang, bog'lab tashlashdi. Nimasini bog'lagan endi bu? Anaqasini. Ani qizdan so'raymizmi? Tovuqni yuragini sotishyapti alohida. Nima sotyapti? Tovuqni har xil yurak, anaqalari, tuxumlari, anaqalari. Yaxshi. Bu o'simlik dunyosi ekan-da. Bu hayvonot
ko'rsata olaman. Bu o'simlik dunyosi. Yurimizda muzeylarga borib, mana tayyor muzey. Hammasi shu yerda. O'zini ko'rib olsa bo'ladi. Nima? Mana bu olxo'rmi? Yo, olma ekan-ku. Olxo'ri shekilli. Olxo'rmi? Yoki, voy, mana nima ekan? Bu ani oqda, ani ay siz kechagi desertda yeganimiz, desertda yeganimiz. Ha, lichi. Lichi deb yozilgan ekan. Shunaqa edi. Ha. Anvar aka, Menda bir savol bor. Nega bu tuxumlar 10 yuan, bulari esa 12 yuan? Farqi nimada? Axir bulari kichikroq-ku. menshi, они даже меньше. Anta anu qizil mevani ko'rdik-ku. Xitoyda ba'zi narsalar noyobligiga qarab, tayyorlanishiga qarab qadrlanadi. Ha, okey. Mana bunisi noyob. Nimasi noyob? Noyobligi nimada? Да, они меньше, поэтому. И дальше Bu nimani tuxumi bu? вот это, например. Masalan, mana buning ustida tovuqning birinchi tuxumlari deb yozilgan. Первичный. Bularchi, bular qanday tuxumlar? Bular qari tovuqning tuxumlari. У курицы, у старой курицы. Это молодая курица. Это молодая курица. Yosh tovuqni. tovuqni tuxumi qimmatroq ekan. Voy voy. Yosh tovuqni. 18 yoshli 18 yoshli. Anu qizil mevani ko'rdik-ku. Qizil mevani ko'rdik-ku Daryoda. Anvar aka переводчикni terdilar-da, tarjimasini. Birinchisi Yamanmo bo'lib chiqdi, nomi shunaqa ekan. Uchinchisi sifilis ekan. Ma'nosi sifilis. Yo'q, o'sha meva sifilis deyiladi shekilli. Sifilisga Menimcha Xitoy sifilis tilidagi kasal o'zi ko'rdinglarmi, bunaqa tikanlik-ku, virusga o'xshaydi. demak, sifilis kasalligini shu meva nomiga berishgan. Tipa sariq kasal deydi. Senga o'xshab turib. Bo'lishi mumkin. Shoptoli kasalligida tipa. Shunaqa. Lekin tuxumni bildinglarmi? Yo'q. Qariroq tovuqni tuxumi ekan. Mana bu yosh tovuqni tuxumi ekan. O'shaning uchun bu mana kichkina bo'lsa ham 12 yuan, bu kattaroq bo'lsa ham 10 yuan. 20% ga qimmat bo'ladi bu. Katta-da bu. Bu yoqqa yuramiz, ketdik. Qoyillarga. Sifilis billi. Bu nimaga tuxum rangi boshqacha? Bu ordeniki. Ha, bu o'rdekniki. Ha. Спасибо. 10 юан для яйцо это дороговато, да? Нет, дороговато. Нормально, да? Нормально. Один яйцо 10 юан. Нет. Полкило. Вот поэтому мы же поняли, один яйцо 10 юан. У нас не поштучно. Har xil razmerda, to'g'ri-da. Yarim kilosi 10 yuan ekan. Xitoyda За 10 штук сколько? А у нас или кило, или полкило. to'g'ri, На chunki юге полкило. Это что такое? ajratib olmaydi-da. Kilosi bir xil chiqaveradi. Yarim kilosi 10 yuan ekan. Maydasidan ham og'ir xolasang, bir yarim kilosi Shu ishlar uchun 10 yuan, 1 dollar 7 yuan. Bu 1,5 dollar yarim kilo tuxum ekan. shunaqa. O'shani yeb ko'rmoqchiman hozir. Emasmi bu? Ha. Qovun ekan bu, qovun. Это не фрукты. Мам, qovun это ekan. овощи. Ha. Это овощи, не это фрукты. овощ, да? Sabzavot Вы ekan. заметили, везде есть вот такие дыни? Mana. Вот. Это тунква, это овощи. Это овощ. Это овощи. Это У не нас- дыня? Не, у нас тунква. Сейчас вам Это Buncha anu rediskaga o'xshagan narsa shekilli. Vuy anuni kattaligini. yeb ko'rish kerak lekin. Mashi Морковая de. тыква, зимняя тыква. Вот это что ли? Вот это тыква? Панинказа, пенингаза. Но это варить, в основном варить. Очень полезно для И удаления что? жары. Да? Удаления жары. Вообще круто. Ладно, пошли. Men tushunishim bo'yicha men bilan nima uchun kesilgan kilolar sotilar ekanda? Uni butun olib keta olmaydi-yu, to'g'rimi? Bu yoqqa o'tib oling. Aka so'qyaptilar lekin. Menimcha bizani yo'q. Otmaydilarmi nimadir? Yo'q. Keyin komment yozsa, maqtovchi bilan unaqa demadilar. Bugun obedga nima yeymiz, lapshami dedilar deb yozishadi. Minutini belgilab. So'kmadilar aka. Hozir siz anaqa berib ketdingiz-a, shunaqa deb yozishadi kommentariyda. O'tganlar bo'lsa. Ha. Mana shaftolining ham rangi chiroyli ekan. Shunday. Shaftoli o'shani Kung Fu Pandada aka-da, bitta chiroyli taka. To'g'ri. Ana skuterda kelishyapti. Ketdik.
Ovqat dedilarmi? Ovqatlanadigan joyga boramiz. Bo'pti, mayli. Продается местный тандырное мясо. Отсюда. Tandirni мясо. Tandirni? Yo'q, Это уже прямо готовая еда. А тут есть плов. Просто у меня уже в крови количество плова снижено, мне нужно поднять. 咱们这儿那个收纳机上有那个好歹。 Xonimda osh tushib ketdi, ko'tarishim kerak плов edi. есть. Какой? Гуанчжоуский плов. Гуанчжоуский. Окей, мы вот в Урумчи тоже ели плов. Можем и тут поесть, why not? Нет такой, нет такой. Нет Другой, да? Окей. Bo'ldi. Qale. hozir bizga Вот это noodatiy narsa taklif qilishadi deb ko'rgani. Ha. Yemayli o'shanda. Bu pistirma bu. Bo'pti, akalar, mana sizlarga Ha. shartda, masalan, Ha. minimum ikkita narsani yeb berishingiz kerak shu yerda. Nimani yeb bergan bo'lardinglar? Tarvuz shoptoli. Yo, Unaqa oddiy narsalardan emas. yo menimcha lekin mana Mevasiz, davay. o'zi Mevasiz, mana sabzavotsiz. o'zlari globalni olib qarasa, men o'ylayman, halol bo'lgan hamma narsani yeraman bu yerda. Men shunaqa deb o'ylayman. Masalan mana qushlar, tovuq, kaptar, o'rdak, g'oz, ular hammasi halolmi? Ular harom emas. Ha, yo'q, Endi- halol. So'yilishiga ham bog'liq, Endi to'g'ri. unisini Ha, endi aytib ketish kerak, okey. bu koridorga kirdik-ku, oxirigacha ham borish kerak yo, kirmaslik kerak edi. Xullas javobim yeyveraman men. Yeyveramiz, menimcha, yeyveramiz. Keyin bitta narsani aytib o'tish kerak. Menga qanaqa tuyuldi hozir bitta xulosamda. Mana shunaqa yeydigan narsalarda savollar tug'iladi-ku, bizda muhokama qilinadi-yu. Dengiz Ko'rinishi. mahsulotlari. Yo'q, men anaqaga bog'lamayapman, ko'rinishida-da. Ha. Bu endi delikatesda bular uchun men tushunishim bo'yicha. Mana masalan, bular ham Chorsuvga borishsa yoki Yevropaliklar ham Chorsuvga borsa, ularda ham shunaqa tasavvur paydo bo'ladi, to'g'rimi? Xitoyliklarda- Chorsuv ovqat bozoriga borsa. Bizda ovqatimiz unikalda. Ha. Istalgan, bizani ovqatimizni hidi ham, ko'rinishi ham istalgan madaniyatga yeb ketaveradimi deb o'ylayapman. Ha, universal. Universal deyapman. Ha. To'g'ri, bo'lishi mumkin. Lekin baribir Xitoyliklar borsa ham, "Ma'mun san unga o'xshayirkan" deydi, xuddi bizga ham kelib, "Bu ma'munimizga o'xshayirkan" degandek. Ha, lekin- kasbni ko'rib, bizda ham shunga o'xshagan narsa bor deydi, shunaqa. Xitoylarning kuxnyasi bizanikiga qaraganda ekzotikaroqda. Ha. O'shanga masalan, xasplarni ham nima ekan deb yeb tashlaveradi. Yevradi, Bizni o'ylanamiz. o'zimizni kuxnyamizga o'rganib qolganimiz uchun ozgina men masalan qancha yashamagan bo'lsam, men bunaqa narsani yemaganman. To'g'risini aytsam. Yo, lekin sezyapsiz, biz qancha bizni kuxnyamizga yaqinroq bo'lgan taomlarni tanlab yeyishga harakat qilyapmiz. Baribir. Ha. Masalan, lapshani oson yeyamiz, chunki biz rolton tayyorlab yeyishga o'rganganmiz, yaqinroq lapshani uryapmiz. Xitoylar maksimum maqtagan narsasini yeb ko'rganda ham yagona yoqqan narsa meduza bo'lganda. Sizgami? Ha. Atak uncha-munchasi yoqmaydi. Atak qolgan narsalar yoqmaganda, masalan, mana shu tilimni dunyo qarashiga to'g'ri kelmaganda bu narsalar. Shunaqa. Endi bizda ham bor-u, lekin juda kam bunaqa holatlar. Lekin bilaman, o'zbeklar uchun yeb ko'rgin deb beramiz, zo'r deymiz. Kim yesa ham, "Voy, men nima bu" deydigani biz uchun menimcha qurt bo'lsa kerak. Qurt. Qurt deb esa yo'qmi, lekin biz chekmaymiz. Yeyolmaydi. Faqat fransuzlar yaxshi ko'rgan. Ha, yo'q. Fransuzlarga ana Yevropaliklarga berganman deb har xillari turgan. Hammasi tuflab yuboradigan fransuzlardan tashqari. Fransuzlar, "Voy, nima bu? Yana bormi?" deb kelishganda. Yo, bizda ham masalan boshqa joyda topilmaydigan narsalar bor, mana xaladeslar boshqa joyda bo'lmasa kerak. Hali endi yo'q, toza rus oshxonasi, kuxnyasi. hatto adaptatsiya ham qilinmagan bizga-da-yu. Lamovlarni adaptatsiya qilamiz, somsalarni, shashilarni qilganmiz hammasini. Xalades menimcha toza rus. Unda shu qurt to'g'ri kelar ekan, a? Qurt suzma. Suzma ya. Suzma. Keyin qatiq ham Markaziy Osiyodan boshlanadi, aynan shunaqa tayyorlanmaydi. To'g'rimi? Turkiyada yogurt deydigani, lekin g'irt qatiq. Qatiqmi Tava lekin? bo'yicha, g'irt qatiq. Ozgina farq qiladiganlari bor-da, baribir. Nima deb demoqchimisiz? Qo'shimcha bormi? Ketdik demoqchiman. Sezonman, nima? Nimadir shu kutyapsiz, men o'ylayman. Yo'q, gap nima kutyaptilar kelib turib. O'zi ko'pchilik meni ayblaydi. Mana shunaqasan, patay beraverasan deydi, ko'p deydi. Ko'p ketib deyverasan deydi. Men o'sha tabiatim bilan bog'liq, xarakterim bilan bog'liq deb o'ylayman. Tez. Yuragim siqilib ketadi ko'p narsa. Tez bo'lish kerak hamma narsa men. O'zi xavotir
Qayoqqa, bu yoqqami? Куда теперь? Azdagi xavotirlida, hamma joyda tashvish bilan, xavotir bilan o'ylab raslarga. Bu ham bularni dam olishlari, tashvishni Qani mana, yeb hal ko'rasiz. qilgan paytlar, qadar muammo, dam oladi, dam ahvolini qarang. Lazzaka yeb ko'raylik, ketdik. Можем попробовать. Yuring. Qani. Voy, kattaligini Вот это? Voy. Другой сорт. Men aytaman, Abdullajon filmi uchun bodring, katta bodringlar sahnasiga Xitoydan shular olib keltirilgan. Ko'rganmisiz Abdullajonni? Zoqtion zil uchun deyman hazil. Men buni agar Toshkentda ko'rganda edi, haqiqiy deb o'ylamasdim. Mana penoplastdan yasalgan deb o'ylagan. Hazilimiz hech kim qadrlamadi, ketdik. Mana nima chirigan Hazilni qadrlamadik, xafa bo'lib qoldi. Azam, bilasizmi? Azam yomon hazil qilib qo'yar ekan-ku. Hazili qadrlanmagan kelin. Biza Azam bilan o'zi necha yildan buyon tanish bo'lsak ham, birinchi marta uzoq mana shunaqa yuribmiz-da mehmonxonada. Azam bu gap tashlaydi, men tushunmay qolaman. Sadi qotib yotadi, kuladi-da. Men kulmayman, umuman kulmayman. Keyin Azam aytadiki, qadrlamayapsiz hazilimni deydi. Tushunmadingiz-a deydi. Yo'q, tushunmadim deyman. Sen tushuntirib beradi, keyin kulaman. O'rganyapman lekin sekin-sekin. To'g'ri. Biz bir-birimizdan o'rganyapmiz. O'rganyapman. Biz umuman bilmagan tomonimiz bor. Ikkinchi Shanxay desam bo'ladi. Bu yer osti Shanxayi. O'sha yoqqa tushamiz endi, ko'ramiz. O'zi, mashinada yurdik, metrosini ham tushib bir ko'rsatishga hozir harakat qilamiz. Chunki Shanxay metrosi bu alohida mavzu. Shunday. Umuman olganda, tushunishim bo'yicha Shanxay metrosi eng katta metro. Shunday, eng kilometr bo'yicha eng uzun metro ekan. Buni ham men hozir bilib oldim. Va eng tez o'sayotgan va 26-yil oxiriga borib Shanxay rejasi bo'yicha Shanxay shahrining barcha nuqtalarini 600 metr masofa oraliq bilan qoplamoqchi. Ya'ni butun Shanxayda har 600 metrda siz topa olasiz metro stansiya. O'zi 500 ta stansiya ham juda katta raqam. Juda katta-da. Keyin mana ko'rdik-ku hozir xaritani. Markazroq joyda o'rgimchak to'ri bo'lib ketgan va rostidan har 600 metrda. Chetlashgan sari liniyalar endi tarqoqroq ketganda, u liniyada bor. Lekin siz shunaqa olib qolishingiz mumkin. Deylik, ko'k liniya nariyoq 2 kilometrdan o'tyapti. Deylik, pushti liniya nariyoqda 2 kilometr bo'lib qolishi mumkin-da baribir. Bular shu orasini ham menimcha yopmoqchi. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak, kim bilsin. Keyin eng qizig'i o'zi Shanxay metrosi 92-yil qurilgan ekan. Birinchi liniyasi. Oxirgi 20 yilda keyin hammasi qurilgan ekan. Men metro stansiyalarida Shanxay bir martalik chiptalardan foydalanaman. Mening tanlovim bir martalik chiptalar. Ishladimi? Anvar aka, men sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Mana, bizni tasvirga olishmoqda. Bu yerda tartib qanday? Qarang, men chipta sotib oldim, to'g'rimi? Endi shu chipta bilan butun Shanxay bo'ylab xohlaganimcha yura olamanmi? Yoki ma'lum bekatlardan keyin yangi chipta olishimga to'g'ri keladimi? Yo'q, biz olgan chipta bir martalik. Ha, bu chipta bir martalik. Bir tomonlama yo'l haqi 3 yuan. Bu bir necha bekatlik masofa uchun ramziy narx. Чтобы зайти на станцию и смотреть. Да, я понимаю, да. O'zi rostdan ham Shanxayda chiptalar juda ham arzon. Juda arzon hisoblanadi. 40 sent, 25 sent shunaqa. 4 yuandan 10 yuangacha. Ya'ni $1 borishi mumkin. Lekin juda ham arzon hisoblanadi. Ya'ni xuddi Toshkentdagi foyda ko'rmaydi umuman bu. Bizda ham arzon. Lekin yiliga 3,7 milliard qatnovlar bo'lar ekan. 3,7 milliard qatnov. Я помню, что 9 юаней. Потому что он никогда не пробовал, не ездил. Anvar aka yetib qoldilar hozir. Bu yerda konditsioneri o'rtada boshqa bitta harorat, ikkita chetida boshqa harorat ekan. O'zi aytar ekan, kimdir sovuqroq xolasa, ikkita burchagiga o'tib olinglar der ekan. Shuni ham o'ylashibdi, qarang. Erinmagan odamlar. Hozir biz kelayotganda men ozgina ma'lumot o'qidim. Xullas, bitta chipta 3 yuan ekan. Agar shahar boshidan oxirigacha boradigan bo'lsa, eng uzog'i 5 yuan bilan 10 yuan oralig'ida bo'lar ekan.
shunaqa summaga tushar Lekin ekan. bu arzon hisoblanadi. Ha, mashinist haydovchisi yo'q bo'lgan metro liniyalari ham bor ekan bo'ladi. Yangilari ham qurilyapti ekan. 900 kilometr ekan umumiy metroning uzunligi. Wow. Uzun. Toshkentda adashmasam 70 kilometr. Umumiy masofa hammasi qo'shganda. Hamma liniyaning uzunligida. Keyin bizada xabar o'qidingizmi? Biz asta-sekin o'tamiz shu narsaga. Bizda metro hozir qanaqa? Bitta bilet olasiz, kechgacha ham xohlagancha qatnayverasiz-ku. Endi bo'lsa, nechtadir stansiya bo'lsa, bitta narx. Stansiyalar soni ko'proq bo'lsa, boshqa narx. Va liniyadan liniyaga o'tirsa, yana bo'lishi mumkin, qo'shilishi mumkin degan narsa. Butun ko'p shaharlarda shunaqa. Masalan, siz kirayotganingizda o'sha Atto kartangizmi, Humo kartangizni bitta ursangiz, sizdan misol uchun boshdan oxirigacha bo'lganini yechib oladi. Keyin misol uchun 3 ta bekat yurib turib chiqib ketayotganingizda yana bir marta ursangiz, qolganini tashib beradi. Qaytib Atto kartangizga. To'g'ri. Maksimalni oladi, keyin qaytarib yuboradi. Qaytarib yuboradi keyinda. To'g'ri. Shuning uchun chiqishda ham uriladi. Chiqishda ham uriladi. Shunaqa narsa bor. Bizni ham bu kutmoqda. Endi bizda qanaqa qilishadi buni bilmadim, lekin men borgan shaharlarda shunaqa edi. Masalan, bir marta urardi, maksimal yechib olardi, keyin chiqib ketayotganda yana obratni tashib berardi. Mana shunaqa edi. Xullas, mana metroni ko'rdik, tushdik. Bizni metro baribir unikalroqda stansiyalar. O'sha sobiq ittifoq davrida qurilgan, san'at darajasiga ko'tarilgan. Endi bularda oxirgi 20 yil davomida qurilgan ko'p stansiyalar o'zining funksiyasini bajaradigan va barcha qulayliklarga to'g'ri keladigan qilib qilishgan ekan. Shunday. Rostdan mana bu oynali bekitilgan anaqalar bor-ku, ya'ni o'tib bo'lmaydi rels tomonga. Bu hamma mamlakatlarda yo'q lekin. Mana lekin Yaponiyada ko'rganman bor. Yaponiyada bor edi, bu yerda bor ekan. Ha, hamma davlatda yo'q, hamma shaharda yo'q bu narsa. Afsuski, ko'p ko'ramiz, o'zi bor endi odamlar har xil, ba'zi odamlar ruhiy anaqalari bo'ladi, itarib yuborish holatlari ko'p-ku. Ko'p yangiliklarda chiqadi. Kutib turadi kelishinde itaradi keyin. Endi mayli yomon, yaxshi gaplardan gapiraylik deyishinglar mumkin, yo'q gapirish kerak emas. Ketdik. Shanxayda metrodan foydalanishning qiziqarli bir jihati bor. Xuddi bizda Paxtakor va Alisher Navoiy bekatlari kesishgan joydan chiqib, to'g'ridan-to'g'ri Toshkent City Mallga kirib ketganingizdek, bu yerda ham poyezddan tushasiz-u, ko'chaga chiqmasdan to'ppa-to'g'ri ulkan savdo markazining ichidan chiqib qolasiz. Bu qanaqadir zamonaviyroq shopping markazmi deyman-da? Ha, metroga tutash anaqa ekanda, ulab tashlagan shundoq. O'zi mengachi, mana ba'zi shaharlarda, ayniqsa mana o'sha haqiqatdan siz aytganingizdek Yaponiyada va Xitoyda ham shunaqa ekan. Mana metroga tushasiz-u, metro ulanib ketsa-da, bitta chiqsangiz, City Mall ichidan chiqsangiz. Mana Toshkent Cityda shuni sezdim-da. Wow dedim. Ana endi chet el bo'lmasa dedim. Toshkent City qildi shuni, bildingizmi? Ha, yo'q. Metrodan shino shopping mallga ulabdi. Gap yo'q dedim shuni. Ha, yo'q. O'shanda his qildim. Dedim, ana demak, o'sha kelyapti bizga dedim-da. Shunaqa bo'lish kerak, to'g'ri, shunaqa. Ya'ni haqiqatan ham o'zi metro rostdan ham shaharni qon tomirida. Shuni ulanib chambarchas bo'lib ketish kerak. Shunaqa bo'lib ketish kerak. Keyin masalan ba'zi shaharlarda men e'tibor bergan narsam, mana siz kartani yoqsangiz sizga 20 metrdan keyin metro bekati bor, M turgan bo'ladi-da. Sizni ko'rsatadi karta. Tushasiz-u, ichiga bitta tushganingizdan keyin 1 kilometr yurasiz tushib ketish uchun metroga. Yerni tagida. Bunaqasi ham bor. U ham zo'r ekanda. Siz просто sizni maqsad, men o'yladim, sizni yerni tagiga tushirib yuborishda. Bo'ldi, o'sha yerda hayot bo'ldi, hamma shu yoqda. Shunday. Biz endi hozir qanaqadir o'yinchoq do'konga kirmoqchi edik, biz obzor qilmoqchi edik, shunaqa joy qidiryapmiz. Hali topmadik lekin. Agarda mall bo'ladigan bo'lsa, topsak. Lekin sal jiddiyroq, o'ziga hurmati balandroq shopping mall ekan bu. Sezilmadimi? Shunaqa qimmatroq ekan. Shallaq emas-da bu shopping mall. Jiddiyroq. Introvert shopping mall bu. Kofe nimaga? Kofe hid uradi-ku. Bilmasdimmi? Kofe qo'yib qo'yib. Men shu kofeni qidirib qoldim. Qani kofe bormi demoqchi edim. Urdimi qidisi? Ha, chunki o'rganib qoladi-da, hid bu bilan urasda. Lekin ustini yopish kerak edi, chiqib ketib ham hidi. Bo'lmadimi? Kofening hidi qolmabdi-da. Vo, dahshat ekan lekin hidlari. Mana mamasiniklar. Kofeni to'kib yubordi. Mamasiniklar
minusda qoldiryaptiman. Ha, kelib ko'ring. Yo'q, mana bu yaxshiroq ekan, mana bu. Shunisimi? Qani? Sizga yoqmadimi bu, qani? Yo'q ekan bu yerda. To'g'ri. Bunisi ham yaxshi Siz lekin. aytgan ham kuchli ekan. Mana bumidi? O'ylayapman. Men ketdik, qochdik. Qochdik. Shoshamiz, Diyor olamiz, ketdik. Shoshamiz. Poxodi hidlab kofesini to'kib ketib yubordik. Hali o'zbekchilikda bor, hozir qaytib kelay, aylanib kelay dedik. Shunaqa deydi. Bitta aylanib kelaylik dedik. Xo'p, yana nimalarni test qilamiz? Qani, nima qiziq narsa bor? Mana bunaqa kiyimlar bor ekan. Juda minimalistik ekan bu. Keyin akamni ko'rasizlar, kiyim olganlarim juda latta puttaga o'xshabdi. Juda ham oddiy. Ko'zga tashlanmaydigan ranglari ham. Keyingi manzilimiz Ziravorlar bozori bo'ldi. Bu yerda xalq tabobatida ishlatiladigan dorivor o'tlar, quritilgan mevalar va turli ildizlar sotiladi. Biz o'zimizni ziyoli tutishimiz kerak. Hammasini biladigan, Xitoy biladigan. Shunday. Hammasini mana misol uchun mana bu yerda xitoycha deb yozilgan. Atak rostdan. Bu Xitoy hierogliflari. Atak rostdan nima ekan bu? Daraxt shekilli, Kuydirilganmi bu? Kuydirilgan daraxt Bu shekilli. yumshoq lekin. Ushasa bo'larmikin? Kuydirilgan. Ushasa bo'larmikin? O'simliklar. Bularni shunchaki vizualni ko'rish kerak bo'ldi. Bular nimaligini tushuntirib o'tirish shart emas menimcha. Bir-biridan qiziq narsalar. Maksimum. Endi men tushunishim bo'yicha bularning ko'plari har xil ovqatlarga, choylarga qo'shiladigan damlamalar. Damlamalar. Va bu adashmasam tibbiyot uchun ham, ya'ni sog'liq uchun. O'zi bu yoqqa kelayotganimizda biz Anvar aka aytdilar, bu joy insonning sog'lig'i uchun eng muhim joy dedi. Mana shu yerdagi hamma narsa siz sog'lig'ingiz bilan bog'liq bo'lgan xalq tabobati. Damlanadigan narsalar demak. Hammasi damlanadigan. Ko'rgan bo'lsanglar, aytdim-u, hamma yoqda bo'ladi. Qaynagan suv quysa bo'ladi. Aeroportda ham anaqa burchaklarda turadi apparat, qaynagan suv quyib beradigan. Bular termosda qaynagan suv olib yuradi. O'qituvchilarimda ham ko'rganman mana shunaqa har xil no'xtanish narsalarni termosga solib yurishadi. Tibbiyot, sog'liq uchun, yaxshi. Bu yerda o'zi bozorlarning qismi ham tana a'zolari bilan aytiladi. Kalla bozor, quloq bozor deydi, bu oshqozon, o'pka bozor deyishadi. Damlama bozor deyishadi. Mana erkaklarga deyishgani, bu nima bozor deyilar ekan bu? Bo'pmi? Ketdik. Davay, Sorry. ingliz tilida gaplashganni harakat qilasan bular bilan. Men gaplashsam qiziq bo'lmaydi-da. Mama aka bir hello. So'ragan. You speak English? No English. No. Kerak emas ingliz tili ko'pchiligi shunaqa. Yana bu kimdan so'ra? O'zbekcha ham prikol qilishsa kerak buni. Hamma jim bo'lib qoldi, chunki rostdan biz tekshiruvdan kelgan Qachon bo'lishimiz bo'lib mumkin-da. qolishdi? Kamerani ko'rib. Endi qo'rqotdi gapirishga balki. Gapirsa ingliz tilida gapirgan. Bilishmayapti-yu. Men ham minusga kiryaptimman-da har gal so'raganimda. To'g'risida. Mana qarang, o'simlik, bu hayvonmi, o'simlikmi, umurtqami bu? Rostdan ham. Qaysidir hayvonning umurtqasimi? Ha, shunaqa shekilli. Gap yo'q lekin. Hello. Lekin uyimizda yurganda yurimiz. Lekin men biladim, endi boshqa narsalar ketdi. Bu xohlagan narsadan quritilgan ekanda, baribir. Atak, mencha ahamiyat berdim. O'zbeklar bormi ekan bu yerda? Har safar Xitoyda kasal bo'lganimda, Ha, yaxshi. hozir anaqa har safar Xitoyda kasal bo'lganda bulan dorilarni ichganimda tezroq yordam beradi. Tana uchun yengillik bo'lganda balki. Mana buni qaranglar. Qanaqadir, mana rostdan. Haqiqiy ham o'xshamaydi. Multfilmdagi AI deb bilaman, mana qarang. AI emas, dekoratsiyaga o'xshaydi. Gap yo'q lekin. Mana buni qara. Wow. Gap yo'q. Shu yerda bir qiziq narsaga duch keldik. O'zbekistonda o'ylab o'tirmasdan chiqindiga tashlab yuboriladigan mandarin po'chog'i, ya'ni po'slog'i, bu yerda sotuvchining aytishicha turiga qarab 1,5 kilogrammi $1000 gacha sotilar ekan.
Buni 500 grammi 6000 yuan turadi. 500 grammi 6000 yuan? 500 gram. 的，我шутите. 斤6000块吧，是吧？ Bu ham mandarinmi? Ha, mandarin. Bizda O'zbekistonda bu bepul turadi. Bular boshqa narsalar. Я шучу. Bularning farqi bor. Yo'talganingizda sizdan balg'am ko'chsa, ya'ni ichingizda yiring bo'lsa, bu uni juda tez chiqarib, tozalab tashlaydi, tozalab yuboradi. Там есть кое-что, да, вредное. И сразу удаляют. Xullas, bu mandarinni po'stlog'i ekan, quritilgan. Men hozir gidimizdan so'radim. Shu yerda sotilayotgan barcha mandarin po'stloqlaridan eng qimmati qaysi? Eng qimmatini menga ko'rsating degandim. Mana shuni hozir sotuvchi olib berib ko'rsatdi. Mana shuni mandarin po'stlog'ini quritilgani yarim kilosi $1000 turar ekan. $1000 turar ekan. Bu xullas nima qilasiz? Buni olasiz, choynakka solasiz, suv quyasiz, qaynatasiz, ichasiz. Agar siz sigaret cheksangiz yoki bo'lmasa o'pkangizda qanaqadir muammoli bo'lsa, hammasiga yordam berar ekan. Qalay? 马上就可以上到那个。 Shunaqa qiziq ma'lumotlarni olib yuribmiz bozorda. Anaqa osmono'par binolar nima deyotganding? Men aytayotgandim, bular nafaqat osmono'par, osmon tirnar ekan, o'ylayman. Chunki ingliz tilida, qaranglar, skyscraper deydi, osmonni tirniydi deydi. Lekin Shunga o'ylaydilar, aslida hali kamera yoqilishdan oldin boshqa so'z aytganmiz. Lekin ba'zi yevropaliklar dag'al qo'poldi. Lekin sharqda mayinroq aytishadi, osmon tirnar, yo bu qo'pol, osmon o'par deyishgan. Shunaqa binolar bittasiga keldik mana. Bu biza kecha Shanxayda ko'rgan binolarimizdan balandmi? Bu unchalik baland emas, prosta buni tegidi daraxtli kesilganda o'shanga baland tuyulyapti. O'zi umuman o'sha Shanxayda ham o'zim mana shunaqa his qildim-da. Har safar mana shunaqa nimadir buyuk mashaqqat bilan qurilgan qanaqadir binoni ko'rsam o'sha sahna esimga keladi. Unda bino qo'yarsa bo'ladi. Tekshirishar ekan. Ha, shuni aytmoqchi edim. Hamma joyda jiddiy, yuqori darajadagi xavfsizlik, tekshiruv va o'zi rostdan standart shunaqa bo'lishi kerakki, voy shu narsani olib kiradimi odamlar, bu aniq deyish mumkin. Yo'q, har doim reglament bo'lishi kerak, aniq yozilishi kerak. Mana bu ham mumkin emas, bu ham mumkin emas, mana hattoki parashyut mumkin emas deb yozilganda. To есть shuni ham alohida aytiladi. Parashyut ham mumkin emas, chunki bor deb odamlar Tepadan sakrashni olib kirib ketishi mumkin. O'shanga. Anaqa deb eshitdim, bu yerda magazinlar yoki bu yerda yoki Amerikada esimda yo'q. Magazinga kirasizda, xohlagan narsangizni do'konda olasiz, skazinkaga solasiz, kamera hammasini ko'rib turadi nima olganingizni. Keyin chiqib ketayotganingizda o'zi skan qilib oladi-da, shu do'konni uskunalari o'zi skaner qilib oladi. Nima olganingizni yuzingizga qarab, yuzingiz orqali to'laveradi. o'zi yechib oladi avtomatik. Ya'ni natijada siz prosta kirdingiz, narsani oldingiz chiqib ketdingiz. Bo'ldi. Yo'q. Hammamiz chaynamamizda. Deringlar chaynamoqchi yetib ko'rasiz. Bor Abdulla. Sun'iy intellektmi bu? Yo'q, Nega qulog'im bityapti? Abo'y. tez chiqmoqda balang yoki? Tez chiqsa quloq dedi. Bu o'zi balanga chiqsangiz quloq yutadi. Bitta yuting ha. Liftda effektliroq-da. Liftda zo'rroq ko'rinadi. Endi Motionda bo'lgani uchun. Toshkent teleminorasiga sal yetmayapti, no bo'ladi. Ko'ryaptimi? Bu mamlaqa ekan, gologramma. Qaysidir binoga. Короче, bu yerda animatsiya ko'rsatilyapti-da, butun shahar gologramma ko'rinishida chizilganda. Unda olib borsanglar, har bir binoda bunda to'xtalyapti nuqta, xuddiki anaqa sichqonchaga o'xshab kompyuterda. Bunda bossanglar, bino haqida ma'lumot chiqyapti. Zo'r odam turib zoom qilsangizcha. Hovlisi yo'qmi? Hovlisi yo'q. Hovli deyman. Shashlik qilamiz-ku. Balkon.
shashlik qilib tursangiz bo'lib ketsa kerak. Bu yerda balkon qilmasa kerak, chunki odamlar xavfsizlik, o'sha tashlab olishi. Lekin men ko'rganman, mana bunaqa binolar bor-ku. Ya'ni minora emas, binolar tepasida lekin ochiq bo'ladi. Endi albatta xavfsizlikka qaraydi. O'tni bilasizmi qanaqa bo'ladi? Mana balkoni, ограждение. U yog'idan sakrasangiz tushmaysiz. Bu hali yana 4 metrli babani Faqat yarib ketishasiz, o'sha pastdagi narsaga. yana dalishi hali davom etadi, shunaqa bo'ladi. Biz suzayotgan Huangpu daryosi bevosita Yanzi daryosiga, u orqali esa Sharqiy Xitoy dengiziga tutashadi. Dunyo bo'yicha dengiz orqali qilinadigan savdoning asosiy qismi aynan shu suv yo'llaridan o'tadi. Shanxay porti esa 16 yildan beri dunyoning eng yirik porti hisoblanadi. Bu yerda har soniyada tonnalab yuk dunyoning turli tomoniga jo'nab ketadi. Lekin Xitoyda savdo faqat bunday ulkan portlar va yuk kemalarida emas, uning tarixi, odamlar gavjum bo'lgan ko'chalarda ham ko'rinadi. Shuning uchun yo'limizni Guanzhoudagi mashhur Benjing Road ko'chasiga buramiz. Men qaranglar, men kasalman. Men isitmam sal chiqib turibdi. Suv. Ani oyoq bir-biriga anaqa ishqalanib ketgan, terlagandan, qongacha qirilib ketgan. Jurimizda, ani ishxonada ozgina qiyinchiliklar bo'lyapti-da. Imomda brat kopi qilib kelgan deb Allohu dorgim kelyapti o'sha payt. Xullas, tayyormisizlar? Ha. Ovoz eshitilyaptimi? Meni to'sib qolmayaptimi? Bo'ldi, mana pryanni oldik. 100 yildan buyon mana shu pryanni brend qilinar ekan. 1809 ekan. Hozir biz Bizani o'yladi. biz Bu nima uchun ekan? hozir yo'qmasa qisavarasan shuni. hozir 100 yillik brend ekan. Hozir kirganimizda ichkarini videoga olish mumkin emas, lekin biz baribir oldik ichkarini ham ozgina. Tada! Qani? Uni qo'lingizga kiyasiz menimcha buni. Mana shu yashiliga qiziqdim. Xo'p. Men ham yashil, Olur yashil, men yashil yemayman. Xo'p. Buni malikin endi. Mol go'shili pryanni. Ani kuni yedik-ku. Biluvdim shunga o'xshagan narsaligini, lekin bu mazali ekan. Bumi? Bu mazali bu. Adashmasam fasol, sladkaya fasol. Mazali ekan lekin. Menga yoqdi. Buni oy pechenyasi, ya'ni oy pryanika deyiladi. Sababi? Doim anaqa o'zini bayramlarda rosa tarqatishadi mana shuni. Har xil bo'ladi, shakllari har xil bo'ladi, ustida nimadir yozilgan bo'ladi, pechat urilgan bo'ladi. Katta industriya. O'zi jam mashhur joyga o'xshayapti, odam ham ko'p ichkarida. Короче, bizani sumalakimizda, mana sumalakimiz qanaqa ommalashgan bo'lsa, sumalakmi? ha, anaqa bayramlarda tarqatamiz-ku. Bu ham shunaqa bayramlarda beriladi bir-biriga. Okey. Mazasi nimaga o'xshaydi desanglar? Mana shirin yong'oq bor-ku. Shirin yong'oq, ya'ni xamir ichida zgushovka bo'ladi. O'shanga 60% ga o'xshash beradi. 60-65% o'xshaydi o'shanga. Qurdimi tochkasiga, topdimmi? Necha pul ekan bittasi? Men so'rab o'tirman, bu yoq olib berdilar. Qaramanman puliga. Mana yozilgan. Esladim. Nechta oldim? 8 yuan ekan. $1. 58 yuan chiqdi. Bir donasi $1 ekan. Bir donasi $1. Qimmatda. Qani, qimmatmi? Ha, pryanni 10 mingda. 13,5 mingmi shunaqada, 13 ming. Bizda ana bundoq qand degan shokolad $10 bittasi. Bilasizmi? Qand brendini bilasizmi? Men yeganman, lekin hech qachon sotib olmaganman-da. O'sha $10 turadi bittasi, bir donasi. Wow. Zo'r, davom etamiz. Mana yaqinda qand quruvdim. Shokolad chiqarishdi, qora ikra bilan ichida. Qand bilan bitta suhbat qilishinglar kerak, menimcha emas. Said aka chaqirish kerak. Said aka-ku. Mashhurlar hisoblayman. Qand kelib bizani dasturimizga nimaga qandlar qimmatligini aytib bersin. Ha. Said aka taklif qilamiz, bemalolga keling, aytib berasiz. Aytib berasiz. Mencha bitta narsani o'ylayman, labu bu mana shunaqa narsalar
trend bo'lib ketgan-ku. Odamlar voy, qatdan olsa bo'ladi, qatdan olsa bo'ladi, mana chet eldan zakaz qilishadi. Tasavvur qiling endi. Labubuni o'sha zavodda chiqarayotgan ishchi o'tiribdi-da, qanchalik mana shu narsalar bema'noligini tushunib o'tiribdi-da, chiqarayotgan odam. Mana musordan, plastikdan yig'ganda, ko'rganda, o'shani musor apparat ichiga kirib, labubu bo'lib chiqishini ko'rganda, nima o'tiribdi? Shunday reklama marketing. Qo'ylar deb o'tiribdi. Xullas, mana ko'rdingizmi? Mana ekan-da, mana chiqarib yozib qo'yibdi. chiqarib qo'yar ekan-da, mana qilib, mana qarang. Siz prosta bilmaysiz, ichidan qaysi biridan nima chiqishini. Bu ham shu labubuni konsepsiyasi. O'sha. Labu shunaqami? Shunaqa edi-ku, labubu. Men ko'rdim-da, qizlar mana shu yosh zoomerlar kelib, yo'q, mana uni-chi silkitib bilyapti. O'sha, uni endi bilmasam. Mana qarang. Mashina mana boshidagi mana bu narsa bor-ku. Mana silkityapti-da. Agar menga taq-taqqa deb urilsa, mana u ekanligini bilyapti. Bittadan bo'lsa shlyapali. Shlyapali. Chozib, nima bo'lsa taq-taqqa bo'lsa shlyapali. San'at darajasiga chiqarib olganda, ular ham to'g'rimi? Biz tarvuzni bilamiz. O'tgan safar men kelganimda olmoqchi bo'ldim-da, ofisdagi qizlarga oldim-da shundan. Bilolmadim qaysi birini olishni. Bitta pochka 6 ta oldim, hammasiga bittadan har xil chiqish uchun-da. O'shim, men bilmadim nimaga bunaqa madaniyat, bunaqa rivojlangan bu yerda. O'zi umuman mana shunaqa to'ylar bor. Qaysidir mashhur odam, ham Dua Lipami, kimdir, Rihannami, uni doim ularni paparatsiyalar kuzatib yuradi-ku, ovlab yuradi-ku. Agarda mana shunaqa qaysidir o'yinchoqni sumkasiga nima qilib, mana non taqib qo'yganda, ular taqib olsa, yurishni boshlasa, o'shanda bo'lib ketdi-da trend. Chunki ular trendsetter-ku. Ular ya'ni trendni beradi, tuzib beradi. Ular yuribdi, bo'lib boshqalarga anaqa Dua Lipa yuribdi deb, Rihanna taqib yuribdi. Ulardan Amerikadan boshlab keyin bizga cho'zilib keladi. Rossiyadan, O'zbekistonga keladi. Reelslardan, internetdan. Biz ko'radiganlar, mana shu biz chiqarganimizda yozinglar, mana bunaqa o'yinchoqlar, har xil mana shunaqa mana bunaqa o'yinchoqlar qiziq bo'larmidi sizga? Mana qiziqmi sizga shu narsa? Sotuvchi Labubuni obzor qilyapti deb o'ylayapti. Haligi Labubu bo'yicha kanal. Atak bezbetligim normalniy urovga chiqdimi? Yaxshi. Chiqdimi? Uyalmayotganim. Men o'zim xayolimda sizni 4-urovdan 5 ga ko'tarib bo'ldim. Zo'r. Deganimda. Zo'r. Bizga namuna berib turganingiz uchun rahmat. Kiramizlar? Ketgancha boya ko'rsatgan narsam 69 yuan ekan. $10. $10 ekan. Bitta o'yinchoq $10 ekan. Masalan mana 79 yuan. Mana bu narsalar. Mana shu oq narsalar mana. Mana shu o'yinchoqlar. Naryoqda o'yinchoqlar tarixi bor, qiziqroq hammaga. Anaqa Toy Story multfilm bor-ku, o'shani. Ну как, $10. Mana shu ichdan bular chiqadi, to'g'rimi? Har bittasidan har. Keyin bular o'zi Toy Story bo'lsa ham bularni yana animega o'xshatib, qanaqadir shunaqa qilib chizishdi-da, o'zgartirib. Mana haqiqiysi originali. Endi nimalar bor ekan, qaranglar. Pokemon bor, anta ko'ryapman. Winnie Pooh. 尊敬的顾客，感谢您光临特快广州旗舰店。Mana 单买99元。 Winnie Pooh bor ekan 本店 demak. 一楼有3周大比小鱼、疯狂购物城、小熊维 bo'lishi 尼、 mumkin orachoqlar. 米奇、 Keyin boshqacha chizilgan, men qanaqadir. 凤女儿、卷卷羊、飞飞、小玉。 Boshqacharoq chizilgan ostam, qara, o'zgartirilgan bu. Shunday. 2楼有一番赏。 O'zgartirilgan, ko'rding? 插画小人、柯南、甄嬛传、海贼王、数码宝贝以及更多 Stitch 好 bor 人。 ekan. 电子手和全 Mana Pokemonlar. bu nimaga og'ir? Ko'tarib ko'ring. Og'irgina. Hali yengil lekin. Nimaga og'ir shuncha? Ama takidagi narsa ham bor lekin. Balki. Stitch bor ekan. 在衷心感谢您的光临，并祝您购物愉快。 Qani ma'lum ichingdan nomi? Hozir aytaman. Davay. B, Z so'zlari bor, harflari. B, Z, K bor. Yo'q, K yo'q. B, Z bor lekin. B, Z, R ham bor. Blin, Barzigan, Barzu. Baltazar. Baltazar. Keyin
anaqa bu evolyutsiya qiladi-ku. Ha, ha. Qaysidir biri Charizard, qaysidir biri Baltazar. Voy, Charizard, Baltazar yaxshi. Buni men yoshim kutib o'tirardim mashinani ko'rishni. Mana kim edi mashinasi? Anaqa Mio'mi bir bola. Lekin Tipa bo'lsa Yaponskiy animemi, multfilmlar? Ha, bu to'liq ko'rardim. buni ham yoshligimizda Kitayskiy. yaponskiy bu. Yoshligimizda anaqa kamalakni berardi, nima berardi? Cartoon Network'dami? Endi men Kamalak Toshkentda ko'rganman. Shu o'sha yerda berardi. Men bilan, короче, uy hayvonlariga o'xshagan bo'ladi. Bularni trenirovka qildirasiz, bir-biri bilan ushtirasiz. Yoshligimizdan kuzatib o'tirardik, qani kim qaysi biri urar ekan deb. Fut dedilar-yu, to'g'ni oyog'ida otdilar, to'g'ni ovqatimi? Yo'q, biz ishasi yemaymiz o'tdi. Nima u? Ko'cha, gastronomik ko'cha, Taras Shevchenko. Ko'rsatib hillat olib ketadi, bo'ldi. Ha. Men yeymiz deb o'yladim. Qornimmi ochdi. Mana maqtanishmasa qornim ochdi degan. Men yana ozgincha yuraylik, ovqatni oqlaylik. Mayli. Lesals yo'qmi ekan bu yerda? Lesas ochadigan joyi lekin mana shu xitoyliklarning ta'bi, didini hisobga olgan holda nozik bo'ladi-yu. Men ziravorlarni bilaman-ku. Oh. Sorry. Yo'q, telefon ko'tarsalar men sirrazim militsiyaga xotira deb o'yladim. Bilasiz, biz sizni qutqarib boshqa o'tirmasdik. Biz taniymiz bolani berdik. O'shanga sizlarga orqam ko'rinadi, aytib keting. To'g'ri. Bo'ldi. Shunday. Bu poka norm lekin. O'zi taqiladi. Yaxshi joylar. Yaxshi, bu yerda misol uchun Shanxay o'zgacha, o'zining ko'chalari bor. Guanzhouda ham bir boshqacharoq ekan. Bu yerda yengilroq qaradir. Bozorni formati ko'proq bilinadi. Do'kon formati ko'proq, bozor formati ko'proqmi? Kim bilsin, bilmadim. Men ham qiziq ekan mana orqamizda narsa. Bu başqa Aslanboy darvozasida shu joyi eng talismani mashinasi. Keyin bu yerdachi Xitoyda e'tibor berdinglar. Masalan, mana shunaqa joyda yurgan bo'lasanda, bitta eshigi mo kirib ketasan, katta mol bo'ladi. Tashqarisidan molligi bilinmaydi. O'zi mollarning ko'pligiga ahamiyat berdinglarmi? Uni Unicorn'ni kartada bitta terdiksiz bilan. Bir nechta chiqib keldi-ku, hammasi mol. Bizda Toshkentda bitta mashhur mol bor. Hamma brendlar, hozirgi mashhur brendlar yig'ilgan. Bu yerda har bir mahallada mol hammasida o'sha kerakli brendlar hammasida bor. Shunaqa. Xullas, men o'tgan safar kelganimda yoshlar o'rab olgandi mana shu joyni. Mana nima? Yuzlab yoshlar. Lotereya o'ynayotdi. Buni tasavvur qiling, Xitoylar qanchada bu qayerga yig'ilib ketadi bular. Shuncha odam o'ynaydi. Lotereyani pulini yig'ish fignya-ku. O'zbekistonga ham qoladi keyin. Xullas, hozir biz Azam bilan lotereya o'ynamoqchimiz. Andaqa 1 million yuan yutib olish ehtimolimiz bor. Azam tanlang. Mana shu. Mashinani. Situatsiya. Shunda qilinadi, to'g'rimi? Bilmayman, nima bo'lish kerak? Necha pulga oldinglar? 20 yuan. Hop. 5000 yuan deyapti. Bu adashmasam yo'mindo qanaqa bo'lish kerak? Ha, Mana ketish kerak. 有啥？ 5500. Bo'lmadi bu. Qizligim o'sha. Yutqizdi ham. 有没有什么东西？ Bittasi ham chiqmadi-yu. 好了吗？ Nima bo'lish kerak? Mana 22, 32, 有没有 27, 啥？有啥 37. 都没有。 Спросите у него, вы уже проиграли? 不是，这你просто Tushunmayaptilar o'zlari. Хорошо, нам не понравилось, мы можем не платить. Men kayf olmadim. Bittadan qochamiz hozir. Bo'pti, Azam, borasiz. полиция придет. Хорошо, значит, Вы проиграли? 你看一下 Спросите. 他有啥？ 啥都没有。 Yutqizdikmi? мы проиграли. Bo'pti, o'zingiz olinglar, bunyo yutgan bo'lsa, aldagan bo'lmasa, o'lib chiqmasin. Bo'shliq dedilar, bo'shliq. Не всегда везучий, конечно. Qalbimdagi bo'shliq. Millioner bo'lib qaytamiz deb o'ylagandik.
Eng katta boyligimiz bu davlat ko'rganimiz, dunyo aylanganimiz. Ovoz shunchalik shovqinki, 20 da, 20. Mayli, keyingi safar yutamiz. men o'ylayman, Xudoning rejasi boshqa deb o'ylayman. Bizaga, Nasibam boshqa joyda deb hisoblayman men. bizaga Qirol qiroat tekshanteri bilan. Shunaqa rost bunaqa ishlar qilmagin, peshan tering bilan puling topgin, boyigin degan ma'no. degan Shunaqa dars oldim. dars. Qarang, mana bu yigit 40 yuan tikib 70 yuan yutdi. Ya'ni 40 yuan sarfladi, 70 yuan yutib oldi. 30 yuan foyda qilib ketdi. не выиграл, 30 юаней прибыль. И уходит. Дальше не хочет. A nega buncha kam? O'ng tarafingizda bratva. Ha, bu aka bu. Это же так. Da. Boshqacharoqmi Guanzhou anaqada, Shanxayda? Bozorda bu. Shanxay Xitoy yuragi bo'lsa, Guanzhou Xitoy hamyoni. Hamyoni. Ha. Bu yerda baribir bilinadi, ob-havo iqlim sharoiti boshqalik. Mana 3-shaharda bo'lsa, uchchalasini iqlimi boshqa. Boshqacha. Qarang. Yugardenga kirganimizda ajoyib muhitga tushib qoldik. Butun bog' bo'ylab tasvirlar harakati va unga mos musiqa sizni boshqa olamga olib o'tadi. Har bir qadamda qo'yiladigan vizual effektlar aniq o'lchangan. Kamera obyektivlari orqali atmosferani turli rakurslardan suratga oldik. Garchi bu haqiqiy kayfiyatni yetkazib berish uchun kamlik qilsa-da. Aytgancha, bu kabi bog'larni o'zimizda ham ochish mumkin. Devorda, suvda, binoda, umuman mavjud har qanday yuzada harakatlanuvchi vizual kadrlarni tayyorlash uchun Xitoyga borish shart emas. Tasnif guruh jamoasi aynan shu kabi mapping ishlarini istalgan insonni hayron qoldira oladigan darajada tayyorlab beradi. Safarimizdagi eng emotsiyaga boy joylardan biri shu bo'ldi. Hozir men ko'rdimmi, kechagina menga azam etdi-da. Azaki siz angliyskiyizni cho'tki qilishingiz kerak, bu siz iloji yo'q, ko'p narsalar beradi sizga dedi-da. Unchalik demadim, men 3-qadim, siz o'zingiz davom ettirdingiz. Hop. Yoki nimadirga olib ketasiz, hop eshitib turman. Qarang, o'zi sizdan sekin men auraga tushib olganman. Siz meni anaqa to'g'ri baholamayapsiz, Bo'ldi. Keyin qarochi, rostdan ham o'rganishim kerak, harakat qilishim kerak dedim-da. Sen o'rganing dedi. Endi tugadi suhbat shu. Tugadi suhbat. O'zi yetib olishingiz kerak edi. Azam shunga umid qildi. Alo. Manaqa gap qoldi. Mana shu burger dedi-mi bana? Mashinaga. Hozir bozorga boramiz, yegan narsa olamiz dedi. Mana burger turibdi. Mana ilojsizlikda azam uzoqdan olib keldi. Et berish kerak bu holatda. Et berish kerak. Bundan keyin et beramiz. Et beraveramiz. Orada ketadi. Xo'sh. Davom etib Avtobusga chiqdik, ovqatlanish etyapman. Xullas biz uchib keldik anaqaga. Biz kutib oladigan gidimiz Guanzhouda. Biz oldindan gid olgandik, oldindan mashina olgandik. Bizga aytuvdi, ana obed qilishga ulgurmaysizlar, qorningiz och keladi, o'shaning uchun burger olib olaman degandi-da. Burger olib keldi, burger oldim dedi. Ko'zimizdan oldi turibdi mashinada. Chiqdik mashinaga, hammamiz mashinaga o'tirganmiz. Endi gid bilan shofyor gaplashib ketyapti, tarjimon gaplashib ketyapti, gid bilan burger turibdi. Hammamiz ko'zimiz shu burgerda turibdi-da. Lekin qo'limizga berib qo'ymayapti-da. Keyin azam etdiki, Anvar aka ketyapti-da. Anvar aka hozir biz qayerga ketyapmiz dedi-da. Bozorga dedi-da. Bozorni ko'rsataman dedi. U yerda bozordan yeguli narsalar ham bo'ladimi dedi. Dedi keyin siz orqada o'tirib ketyapsiz-ku. Yeguli narsalar ham bo'ladimi dedi. Keyin bo'ladi dedi-da. Keyin qorin ochib ketdi-da, bu narsa yemasak bo'lar ekan bozorda dedi. Dedi keyin anunga aytibdi, o'sha bozorda aytibdiki, anaqaga gidga tarjimon aytayaptiki, bolalarning qorni ochib ketibdi, u yerda bozorda bu narsa yemasa bo'ladimi deyapti-da. Keyin u ham Xitoy tilida, mana narsalar bozorda sotadi dedi-da. U tarjima qilib beryapti-da. Yemasanglar bo'ladi bozorda dedi-da. Keyin nima yemasak bo'ladi deyapti-da. No, tam turib yana sarashib boshlaydi, men aytdim,
boryapti tushunmayapman. Mana burger. Bash burger bering iltimos mana burger amda qildim. Anvar aka, men burger bor ekanman dedim. Turibdi mashina. Mashina. Mana burger bor ekan, men desam, burger kelibdi, olib berdi. Keyin xullas angliskani o'rganishingiz kerak dedimi? Keyin o'rganishim kerak, undoq edi, bunaqa edi, bunaqa hafsala qilishim kerak dedim, qilishingiz kerak dedi. Tugatdi suhbat dedi. Bu ham shu olib boryapti desizga, siz ham Anvar akaga o'xshab tushunmayapsiz. Nabarot, men tushunmayapman bu yerda. Shunaqa, lekin savolish qaytadigan bo'lsak, mana siz o'zingiz aytdingiz, men boshlamay yuraman, lekin bitta qo'ntiqsam o'rganaman dedingiz-ku. Ha, unaqaga zo'r tushadi. Anglifyda prям o'rgansangiz bo'ladi. Bitta tarafi bor, unda gaplashdik-ku, bir-birimizni YouTube'imizni ko'ra olmaymiz degan. O'shanisi bor, u yerda hammasida mening videolarim. Institutga chiqib kelasiz, ha? Hammasida men sizga aqllilik qilaman, poni mahmadalik qilaman. Boshqachasiga gaplashadi, mana. Men o'zim chaqirib qo'ysam bo'ladi, siz. Bo'ladi. Daftarchi kabilar. Original kopiya emas. Ana bosh qotirmagan videoda o'zingdan yasab kimnidirdi. Voy, ishonisi bor, o'ylab ko'ring. Lekin, o'rgansa, haqiqatan odam qo'ntiqsa o'rganadigan narsa lekin. Yaxshi narsa. Godni tema. Xullas, biz endi bugun shu oxirgi kunimiz, to'g'rimi? Shunday. Yakunlayapmiz. O'zgacha bo'ldi. Tez o'tib ketdi. Urumchida boshqacha experience. Shanxayda boshqacha tajriba. Mana Guanzhouda ham boshqa, har bir region, shahar har xilligini sezib keldik-da. Ovqati ham har xil, arxitekturasi ham har xil, anaqa infratuzilmasi ham har xil. Shunday. Anaqa o'zimizdan his qilib, havosi ham har xil. Anaqaga o'xshatdim men. Batman trilogiyasiga. Birinchisi Urumchida zo'r boshlandi, yaxshi bo'ldi, lekin eng pikiga chiqqan Shanxayda ikkinchisi bo'ldi. Uchinchisi mantiqiy tugashi, yakuni zo'r tugayapti. Men buni birinchi Harry Potter 3 ta kinosiga o'xshatdim. Uchinchisi juda kuchli-da, chunki Azkaban. Yo'q, to'g'ri, lekin uchalasini har xil rejissyor olganda, o'sha uchalasi ham xilma-xil chiqqan. Unisi ham bor. Bundan oldin nima haqida gaplashyapdik? Biz kameralarni yoqmasdan oldin juda qiziq suhbat boshlanuvdi-da. Shu burgeri esladi, ingliz tilini gaplashdik, shaharni. Men bu ajoyib yozuvni ham gaplashdik. O'ynadik. Nima izohlab bering, bitta. Azam o'zing. The mosquito is waiting in ambush deb yozilganda. Men bulinni ko'rib, ambush degani pistirma deganida, qo'qqisdan hujum. Video o'yinlar o'ynaganda ham Last of Us'da shunaqa bor. Last of Us'da bittasi hujum qilib, agar o'lganni ko'rib qolsa, охранникlar trevoga tashlaydi. Ambush deb baqiradi. Hamma охрана keladi keyin. Pistirma bizga hujum bo'ldi deganda, bu yerda shunaqa deyapti. Oynani otsang, chivinlar pistirmada kutib o'tiribdi deyapti. Oynani orqasidan turganda. Chiroq bor-ku, oynalardan chiqyapti-ku, ko'ryapti-da, anaqa. Mana burger o'tirganini ko'ryapti-da. Millimetrga ochsa, qilib anaqa kirib ketadi. Lekin hozir siz gapirsa, bu yerda tarjimada menimcha pistirma so'zi ketib qolib, kuchayib ketib qolgan ma'nosi. Men shu aytganimdaki, menimcha Xitoy tilida pistirma so'zi va prosta tashqarida nimadir qilishga kutib turibdi degan so'zlar, ikkala so'zga ishlatilgan bitta so'z bor, ikkita ma'noni beradigan. Tarjimasida kuchliroq variant ketib qolgan bu yerda. Pistirma bo'lib. Chiroyli chiqibdi-yu. Chiroyli chiqdi lekin. Poetikniy chiqdi. Boshqacha. Shu Urumchi menga yoqdi. Mana Shanxay ham hammasi o'zgacha. Urumchidan boshlaydigan bo'lsak, umumiy vibe bo'yicha o'zi mana aytib beryapsan, xulosani mana bunaqa yasab bergan, mana undan oldin Xitoy kelmagansan-ku, Lahzaga kelganlar, men kelganman. Yashagansan sen. Sani mana Xitoy qanaqa tasavvur qilgansan, qanaqa ekan? Mana Lahzaga aytgandek, men o'shanda to'g'ri qo'shilaman shu fikrlariga, ya'ni men ham o'yladim, nazorat kuchli, odamlar baribir qanaqadir nazorat orasida ichida yuradi, tizim kuchli, hozir odamni smirni yurish turishga qarab yurish kerak degan narsalarni men baribir hayiqish bilan kelyotgandim. Ya'ni bu yerda ehtiyotkor bo'lib yurishim kerak, Xitoy jiddiy davlat deb kelgandim. Lekin teskarisi bo'lib chiqdi. Uydagidek his qildik o'zimizni. Xitoy xalqining o'ziga ham bog'liq-da bu. Mana shunaqa atmosferaki biz bemalol his qildik hamma joyda. Ayniqsa kamerlar ko'tarib, xollagan joyga kirib ketamiz-ku. Chaqir
qilib yurdik-ku. Baqircha hovli. Binolarning ichida odamlar chekib yuribdi. Ana anaqa Shanxaydagi otelimizda kechasi haligi lift chaqirayotganda qarasam yonida musor bor edi-ku, axlat urnasi. O'sha yerga kimdir o'sha 4-etajda sigaretini qoldirib ketgan ekanda, o'chirib. Ya'ni kimdir chekkan. 4-etajda koridorda kimdir sigaret chekdi o'sha kuni. Men xonamdan ertalab chiqib, bitta chiqib eshik yossam, sigaret hidi kelyapti-da. Ozgina yursam, 4 qadam yursam, narigi nomerdagi brat chiqib choribni o'tirib olganlar-da, cho'kkalab o'tirib olganlar, baklashgan qopqog'i gilam ustida chekib. Endi to'lga kirishar kerak edi, aka tez-tez. Shoshganlar. Вот, mana shu narsa bor, bemorgarchilik haqiqatan seziladi. Shuni hisobiga ham yengil bo'ldi, dilxiraliklar bo'lmadi. Bizani mana kayfiyatimiz faqat plyusga chiqaverdi, yig'ilaverdi. Lekin minusga kiradigan narsalar bo'lgani yo'q. Gitam, tarjimonlar, odamlar hamma bizaga Xitoy haqida yaxshi taassurot qoldirishga ham harakat qildi. Hamma joy kafega kirsangiz ham, sotuvchilar ham, ofitsiantlar ham o'zining ishini qiladi, akkuratni. Mana shunaqa, yo'q, qiyshish yo'q, keldilaring, sanli kimsanlar o'zi, chet elliklar, yoki tam immigrant, boshqa degan u narsaga nam yo'q ham sezmadik. Lekin adolat uchun aytaman, endi bu biz men 1 hafta 8 kun bo'ldim, bu asal oyi davrida bu turist faqat yaxshisini ko'rasiz. Yashagandan keyin chiqib keladi, o'shaning uchun bilmayman u yo'qligini bo'ladi. To'g'ri, masalan 1 yildan buyon bu yerda yashayotgan yoki 2 yil, 5 yildan buyon yashayotgan odam bilan suhbatlashsangiz, ularning fikri boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin men o'tgan safar kelganimda, o'zimiz vatandoshlar bilan ko'rishgandimda, aslida gaplashib o'tirgandik. Masalan, ularda ham qanaqadir prям negativ fikr bo'lgani yo'q. Bo'lgani yo'q. O'shaning uchun umuman men endi hozir xulosa qiladigan bo'lsak, mana xulosa sonimiz menga masalan oldingi safar ham yoqqandi, bu safar ham yaxshi yurdimda. Masalan, qayerga syomka bozorga bordik-ku bugun. Mana bozorga bordik. Hech narsa so'ramaysiz, kameralarga kirib boryapsiz. Anaqa oldik-da. Hozir o'sha joyini bundoq turib shilqitib shunday qilib qo'yib yuboriladi. Mandarinni po'chog'ini sotishar ekanda. O'zi xullas bitta bozorga bordik. Mandarinni po'chog'i. Shu ma'lumotni olib yuraman men ham deb. Bordik-ku, mandarinni po'chog'ini quritib sotishar ekanda. Keyin u yerdagi sotuvchi ayol o'tirgan ekan, endi Xitoylik ayol. Gaplashib qoldik-da, ozgina Anvar akadan so'radim-da. Xo'p, mana shu yerda nima qilib beradi desam, endi mana shu davolarni aytdi, nimaga damlab ichishindi. Xullas eng qimmat eng qimmat mandarin po'chog'ini ko'rsating deb so'radim-da. Yurmasdan tepadan olib, ochib, sindirib, hidlab ko'rgin deb turib bir 20 minut pulni gapirib berdi. Yarim kilosi $1000 ekan. Oxirida olmadim demen. Olmadim. Yarim kilosi $1000 ekan. Po'chog'ini. Wow. Boshqa joylarda 6-7, boshqa joylarda bundan ham qimmat dedi. Yana aytadi, men yo'q xijolatman-da. Sizdan o'rganish kerak. Chiqaring, qani? Eng qimmat mandarin sindirib ko'ring, 20 minut. Biz o'zi animdan bitta ikkita savollarda aytdim. Men xijolat bo'lmasligini Xitoyda o'rganganman. Anaqa nega tanib chiqyapsiz-da faqat. Mana yashayotganlar ham yashash komfortni deyshadi, bilasizmi? Chunki mana masalan ahamiyat berdinglarmi? Gapirdim hali Uniqlo shahar bo'yicha har xil joylarda joylashgan. Mollar har xil joylarda joylashgan. Har bir mahalla ichida mol bor. Men masalan yashaganimda o'zimni shu qanaqadir kilometr kvadrat radiusimdan chiqmay qolganman-da. Chunki o'sha radiusingiz atrofida hamma narsangiz bo'ladi-da. Molingiz ham bor, yoningizda zalingiz ham bor, bozoringiz ham bor. Kompyuterxonangiz ham bor, kinoteatr ham bor, restoraningiz ham bor, hamma narsa shu atrofingizda bo'lib qoladi-da. Uzoqlarga chiqmaysiz. Shaharni 70%, 80% ni o'rganmaysiz, chunki 15%, 10% sizga, 20% sizga yetarli bo'lib qoladi. Hamma narsa o'sha yetarli. Hozir kattalashtirib yubordim. 5% yetadi sizga. Bemalol. Masalan, Shanxayda turdik-ku, Pudong rayonida. U masalan, men yashagan rayondan ancha uzoqda, lekin o'shda ham mana kasal bo'lib qoldim, yotib qoldim-ku, atrofimda shundoq kasal bo'lgan holatni chiqib kelish uchun zo'r ovqat ham topdim, kompyuterxona ham topdim,
apteka ham topdim, mol ham bor. Mol ham shunda borib keldim-da. Mol ichida o'sha Uniqlo ham, boshqalari ham hammasi bor-da. Ya'ni bu yerda yashasangiz, shunaqa yasalganki, ba'zi shaharlar qamalib qolasiz ichida, yaxshi ma'noda, yaxshi ma'noda. Komfort zonasiga tushib qolasizda, bo'ldi, chiqmaysiz. Shunaqa bu ham. Xitoy shaharlari ham. To'g'ri. Qo'shimcha qilib men aytaman, bitta narsani biz ko'rmadik bu poyezdkamizda, u bo'lmadi, uchramadi. Lekin sayohat qilinganda har doim shunaqa narsa o'zi uchraydi. Gap naqad ketyapti. Mana bunaqa Walmart deydi-yu, ya'ni korzinkaga, makroga o'xshagan do'konlarga biz kirmadik. Bormi bilmayman. Bor. Biz lekin kirmadik bittasiga. Bor. Mollar umuman boshqacha konsepsiyada Men ishlayapti. o'tgan safar kelganimda ham, bu safar kelganimda ham haqiqatan ham masalan u Walmartga o'zi Mart degani bor, Germaniyada, Yevropada, metro degani bor. Optim supermarketlarga sotadiganda, shu metro ko'p joyda bor Yevropada-da. Kirsangiz, masalan, bitta butun binoni birinchi qavatida olganda egallagan. Mana shunaqa joylar men lekin Xitoyda rostdan ham ko'rmadim. Bor. Prosta bizada korzinkaga o'xshab bunaqa ajralib turmaydi-da binosi. Ko'pincha qaysidir o'sha molni ichiga integratsiya qilingan bo'ladi, qaysidir qavatida yoki podvalda joylashgan bo'ladi. O'shanga molni ichida prosta ahamiyat bermaganimiz o'tib ketganmiz. Yana bitta ahamiyatli narsasida Xitoyda kichik biznes yaxshi gurkurab ishlayapti-da. Mana Yevropada ayniqsa, shu siz ham aytdingiz, Estoniyami qayerdir borganingizda aytdingiz, kichik biznes qolmagan, o'sha korporatsiyaga egallab tashlab, sindirib tashlaydi, bo'ldi. Unaqa do'konchalar ishlay olmaydi o'shada. Ishlasa ham mana Barselonadagi bozorga o'xshab turistik qilib, miniatyurni qilib, simvolik qilib qoldiradi. Bu yerda gurkiryapti, bor. Kichik biznes. To'g'ri lekin. Restoranlarga ahamiyat berdinglarmi? Hammasi 10 ta maksimum odam joyi bor. Hammasi yashab yotibdi. Hammasi yashab yotibdi. Lekin Shu tomoni bu e'tibor berish kerak shunga. Shuni men o'ylamagan ekanman. Men institutimga borib keldim-ku. O'sha yerda qaysi kafelar borligini ham ahamiyat berdim-da. 8 yil o'tdi. Haligacha ham ba'zi mana shunaqa kichkina kafelar yashayapti-da, bor hali ham. Wow. Rostdan hozir men gapirganingizdan keyin o'ylab qoldim, haqiqatan. Tubdan boshqa kartina. Qayerga borsak, qaysi ko'chaga borsak, kichik biznesdan to'lib yotibdi. Ularga qanaqadir shunaqa sharoit yaratilib, shunaqa sharoit bo'lganki, ular yashab qola olyapti-da. Demak, nimadir regulyatsiyalar baribir bor. Misol uchun AQSh ham o'zi kichik biznesni xohlaydi bo'lishini, AQSh ekonomikasi kichik biznes ustida turadi degan oldin gaplar bo'lardi. Hozir vaziyat qanaqa bilmayman, 2000-yillarda edi u. Bor rostdan ham, lekin baribir korporatsiyalar katta qismini yeb qo'ygan. Chunki xohlagan kichkina kurortchi shaharchaga borsangiz ham Amerikada baribir kichkina kurortchi shaharchasi bo'ladi. 50 mingta odamli. Borsangiz uni bitta o'sha asosiy ko'chasi yoki boshqa ko'chalar bo'ladi. U yerda baribir shu McDonald's, Taco Bell, Pizza Hut, o'shalar Starbucks o'sha yotibdi. Yarmi o'shalar, yarmi o'sha mahalliy aholi ochgan joylarda. Bu yerda 50 emas. Bu yerda 95% kichik biznes. Qolgan 5% korporatsiyalarniki. Shunisi ham imkoniyat yaratadi-da. Mana masalan, bizneschi ochasiz, ochishga imkoniyat bor. Sekin-sekin rivojlantirasiz, gigant bo'lib ketishingiz mumkin. Sekin-sekin rivojlantirasiz, ham millioner bo'lib ketishingiz mumkin-da. Boshlashga yaxshi imkoniyat bor-da. Men o'ylashim bo'yicha qo'rqmasdan boshlasa bo'ladi. Amerikada rostdan ham bolalar aytib berishuvdi, kafelar ochiladi, yopiladi doim. Ba'zi bir hattoki 8 yildan beri, 9 yildan beri hamma yaxshi ko'rgan joylar ham yopilishni boshlayotgan ekan-da, chunki raqobat kuchli, sharoit yaxshi emas. O'zi masalan mana Xitoyni tutgan yo'li, masalan o'zi mana yagona partiya-ku ularda, kompartiyasi, masalan uchun kommunizm deb oladigan bo'lsa, kommunistik anaqa-ku. Partiya. Lekin mana ana kuni bugun gaplashganimizdek, masalan biznesga va iqtisodiyotga munosabati kapitalizmga ham tortadi-da. Misol uchun xalaqit bermaydi, erkinlik beradi, qo'llab-quvvatlaydi. G'irt. O'shaning uchun ham qanaqadir unikalroq variant bu. Xitoydan rostdan ham o'shanda siz bilan gaplashdik. Ko'pchilik hozir modelini o'ziga integratsiya qilishga harakat qilyapti. Endi hamma adaptatsiya qiladi baribir, chunki baribir xalqni ongi va uni o'zini umumiy salohiyat degan narsalar bor-ku. Misol uchun Yaponda o'xshagan narsa Afrika qaysi davlatda o'xshamasligi mumkin-da. Misol, endi Afrika deb xohlagan mamlakat misol. Undan ikkinchi fikr, uni ham siz bilan gaplashdik menimcha, endi Saji shu kuni mazasi bo'lmayapti.
shu sovetlardan bo'lib anaqa chiqarganda, xulosa chiqargan. Uni modelini takomillashtirib, tushunganki, yashab qolish uchun gibridga o'tish kerak. O'zi Gorbachevni perestroykasi ham gibridga o'tishi edi. Anaqa ochilgan-ku o'sha paytda Zafar G'oshiyev ham aytib beruvdi. Birinchilardan ular ham shu narsaga harakat qilishgan. 85-yilda hali sovet bor. Lekin nimadir deyiladi, yakka bizneslar ochilishni boshlagan. 80 hali sovet payti bor, lekin xususiy bizneslar ochish, nimadir ishlar qilishga ruxsat berilgan. Nomi esimdan chiqib qoldi. Nimadir eski so'z, bir so'z bor shunaqa. Perestroyka o'shada o'zi ma'nosi, ya'ni gibridga sekin o'totuvdi ular ham. G'oyaviy qubbada, lekin anaqa tomoni qolgan tijoriy iqtisodiy anaqa tomonlari o'sha kapitalistik bo'lgan. Xitoy shuni keyin ko'rib, bilib xatolarni ustida ishlab keyin qildi. Xitoyda dunyo oldin ko'rmagan integratsiya darajasi bor-da. Ya'ni masalan, mana umumiy qilib Xitoyni tushuntirib beradigan bo'lsak, mana men yashadim. Hozir mana kelib yuribman sizlar bilan. Uzr. Qancha? Kelib yuribman sizlar bilan. Harakat qilganman-da, qanaqa qilib bitta gapni tushuntirib berish mumkin Xitoy nimaligini. Dunyoda birinchi marta shunaqa case bo'lganki, davlat, biznes, jamiyat xuddi bitta organizmga o'xshab ishlaydi. Biznes, mana masalan, g'arbda kvantoviy texnologiyalar, yangi texnologiyalar ishlab chiqariladi, qanaqadir revolyutsiya qiladigan texnologiyalar ishlab chiqariladi. To'g'ri, qaysidirlari Xitoy tarafdan kopiya qilinadi. Lekin mana ishlab chiqish bu tenglamani bitta tarafi. Tenglamani ikkinchi tarafi bu mana shu texnologiyani integratsiya qilishda jamiyatga. O'tda ko'p narsa ishlab chiqariladi, lekin zo'r integratsiya qilinmaydi, hamma ishlatadigan qilib. Bu yerda ana ko'chada shashlik sotadigan choldan boshlab to katta korporatsiyalargacha hammasi QR kod ishlatadi. Bu yerda qanaqadir texnologiya ishlab chiqarilsa, mana biznes ishlab chiqardi, davlat orqali jamiyatga polni tarqatiladi, polni jamiyat tarafdan anaqa qabul qilinadi bu texnologiyalar. Men masalan O'zbekistonda tasavvur qila olmayman yoki boshqa davlatda tasavvur qila olmayman. Anaqa ko'chalarda haligi cholchalar, babulkalar hammasi QR kod orqali to'lab yurib, Alipay orqali ana Lakin Coffee'ga kirdik-ku, kirmoqchi edik. Men o'zim kirib ko'rdim, men kirib ola olmadim bir marta, qiynalib ketdim. O'tda qarang qanaqa darajada jamiyat. Men bu WeChat'dami, Alipaydami bajarishingiz kerak. Siz buyurtma bera olmaysiz. Tasavvur qiling. Viza ishlamaydi. Yo'q, mana qara, kirasan, men boshida anaqa ofitsiantga qarab buyurtma berdim-da, baristaga qarab. U aytayapti, menga berma deyapti. Mana QR kodni skan qil deyapti Alipay orqali. Alipay orqali skaner qilasan-da, registratsiya bir balo nimadirlar qilasan, o'shandan keyin tanlaysan, tanlaganda anaqa issiqmi, sovuqmi, shakar, pakar hammasini tanlab zakaz berasan, umuman gaplashmaysan hech kim bilan, kofein chiqib keladi-da. Tasavvur qil, buni yosh katta odamlarga ham integratsiya qilish kerak-ku, muvaffaqiyatli bo'lish uchun. O'sha kuni kirganimda ikkita yosh katta ayol o'tiribdi, o'ziga nimadir buyurtma qilib olib o'tirishibdi. Ularni ham o'rgatish kerak-ku, interfeys, internet savodxonligi, balobattar. Masalan, men qilishgan, eplashgan. Masalan, men uydagilarga qaysidir yangi programma bo'lsa, o'shani ham ichida ko'rsataman-da, mana buni bosasiz, buni bosasiz, ana eSIM sotib olishlarni tushuntiraman-da, masalan. Bularga tasavvur qiling, nima bo'lganki, hattoki mana shunaqa odamlar ham eplab ketishgan-da. Keyin o'zi umuman mana iqtisodiyotda, masalan, iqtisodiyotda masalan mana eng muhim anaqasi mezoni bu o'sha yalpi ichki mahsulot bo'ladigan bo'lsa, yalpi ichki mahsulot uchun, yalpi ichki mahsulotni baland bo'lishi uchun yashirin iqtisodiyotni kamaytirish kerak, to'g'rimi? Misol uchun pul aylanmasin, ha. Bular shuni eng oliy darajasiga chiqqan ekan deb o'yladim. Mana hozir qanchadan buyon yuribmiz, biz nafaqat naqd pul ishlatmadik, balki naqd pul ko'chada ishlatayotgan odamni ham ko'rmadik-da, e'tibor berdinglarmi? Qo'shimcha aytaman, men Xitoy puli qanaqa ko'rinishdaligini bilmayman. Ko'ra olmading-a? 8 kun, 7 kundan men bilmayman qanaqa ko'rinishda. 8 yil oldin bor edi hali. Naqd pul ishlatardik.
ko'chada nos sotib olaman desangiz ham QR-koddan to'layverasizda. Bo'lmish oldingizga pul so'rab kelaman desa ham QR-koddan tashlab berasizda. Unga bu ham o'sha yatata bo'lib qoladi-da. Ana kuni so'radingiz-ku, o'g'irlik bo'lib turadimi deb Anvar akadan so'radingiz-ku, aytdi-ku, o'g'irlik bo'lmaydi deb. Nega? Ana kuni muhokama qiluvdik sizlar bilan. Chunki tasavvur qiling, mana shu ko'chada shundoq nimadir yozib, so'mkangizni o'g'irlab ketdi. Hamma yoq kamera, o'g'irlab ketgan joyi politsiyaga aytasiz, sizni ko'radi, kim olib ketib qolganini. Boshqa kameradan bular yuzlarni вообще aniqlash darajasi yuqori darajada-ku. Yuzni aniqlab oladimi? Bular istalgan joyda, kartoshka sotib olaman desa ham Alipay-dan to'laydi-ku, bo'lsa sразу chiqib keladi-da. Dannilar sразу aniq aytib berdim-ku, kompyuterxonaga borsam 100 bilan to'lashingiz kerak ekan. 100 bilan to'lasangiz bu ma'lumot keyin politsiyaga ketar ekan. Mana shu odam kompyuterxonada 7-kompyuterga o'tirdi, 7-kompyuterga o'tirdi, 2 soat olyapti deb kim olyapti. Mana shunaqa darajada-da, ya'ni to'ladingizmi bo'ldi chiqib kelasiz. Sразу topishadi. Men o'sha boyaga aytgan mavzuyim bo'yicha, masalan, o'sha pul aylanmasida hammasi endi bank orqali bo'lyapti, to'g'rimi? QR-kod orqali to'layapmiz. Demak, o'sha yashirin iqtisodiyot eng minimal darajaga olib kelishganda, endi bilmadim, masalan, bu yerda 10 yil, 20 yildan buyon yashab yurgan, tulki bo'lib ketgan odamlar, masalan, uchun balki yashirin iqtisodiyot ham yo'lini topgandir, unaqa holat ham bor. Lekin biz endi o'zimizni boshlang'ich ko'rgan xulosalarimiz shunaqada. Men nima demoqchiman? O'zi asli mana bugun o'sha ko'p birga aylanib yurganimizda ham ko'chadagi infrastrukturaga e'tibor berdim, tirbandligiga e'tibor berdim, yoki masalan yo'llar, mana uzun katta yo'llar oladigan bo'lsangiz, mana avtobus yo'li, mashina yo'li, mopedlar uchun yo'l, velosipedlar uchun yo'l, piyodalar uchun yo'lda. Ya'ni mana bu hammasi e'tibor berdim, garmoniyada ishlaydi. Unda qayerda ishlaydi ham mana mopedlar, mashinalar, yo'lovchilar bunday ketaveradi-da, hammasida garmoniya bor. Hech kim signal chalmadi. Mopedni haydab, sigaret og'izda ular ketaveradi. Keyin menga juda ham mehnatkashlik ko'rindi. Hamma nimadir движение qilayotgan bo'ladi, nimadir soqqa urayotgan bo'ladi. Shunaqa ko'rindi. Bizning gidimiz ham, misol uchun, tetik 60 necha ekan shunday yoshlar. 64 yosh ekan. 64. Ashi tetiklar. 60 bo'yi bizlar bilan yuribdilar. 45-50 yoshli молодец ekada. Charchab qolgan bo'lsalar ham gap yo'q. Shunaqa. Endi baribir hamma narsani solishtiradi odam o'zini mamlakatiga. Bizda ma'min o'xshaymikan, buni integratsiya qila olamizmi debda. Baribir inson kapitali ekan biz odamlarimizga ishonch bildirishimiz va biz yana yangi darajalarga chiqishimiz kerak ekan. Mana shu qaysidir challengelarni integratsiya qila olishimiz uchun, amalga oshira olishimiz uchun. Endi menga shunaqa tuyulyapti, masalan, oxirgi paytlar biz rahbariyat tomonidan qilayotgan ishlar ham mana shu Xitoydan qanaqadir analog olinyapganga o'xshayapti. Sezdinglar-ku, ha? Ko'p parallellar chiqdimi? Parallellar juda ham ko'p. Shuni aytolmay turdim mana. Men shuni o'yladim oxirgi kunlarda. Men teoriyam bor bu bo'yicha bo'lsa, yo'q, men shu parallellarni ko'rdim demoqchiman. Bu men endi anaqaman-da, men tez umumiylashtirib xulosaga boraveraman-da har doim. Mana shunaqa yomon odatim bor. Yana o'sha narsa bu Yevropa modeli bizga tushmaydi-da, bizga Xitoy modeli tushadi. Yevropa deyli shu individualizm, ular doim avtoritetlarni o'zidan tepadagilarni shubha ostiga olib kelgan o'zi, doim shunaqa bo'lgan. Lekin sharqda doim kollektivizm bo'lgan, ya'ni jamoaviy ishlash bo'lgan. To'g'ri, u o'zi guruch madaniyati deyshadi, lekin biz guruch ekmagan bo'lsa ham bizga lekin bor. Shu narsa ham. Kollektivizm kamroq bo'lsa ham ikkinchi narsa bor, Xitoydagi bor narsa bu avtoritarizm desa ham bo'ladi. Avtoritet bor, ya'ni har bir odamni tepasidagi bir kimgadir ishonadigan, kimdir gapiga kiradigan, uni oldida qanday hisobot berib, bo'ldi aka, siz xursandmisiz deydigan bizda mana shunaqa qurilganda, baribir. Xitoy ham xuddi shunaqa. Baribir bizda mana shundan kelib chiqib ishlasa kerak deb o'ylayman baribir. Ya'ni baribir vertikal bo'ladi, tepadan bizga tushadi. Qanaqa yangi misol uchun qanadir yangi iqtisodiy o'zgarishlar mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuni tushib borib singdirilaveriladi-da. Baribir shunaqa. Shundan kelib chiqqan holda o'sha sizga aytgan narsam g'arb
endi juda umumiylashtirish albatta bu ham, lekin g'arb mamlakatlarida baribir hukumat bilan fuqarolar ko'proq partnyor sifatida gaplashadi. Mendan bu, sendan bu degandek, soliqni to'lab qo'y, biz qilib beramiz, misol uchun, nima shunaqa. Sharq mamlakatlarida baribir ko'proq ota o'g'il munosabatida, hukumat bu ota, fuqarolar bu bolalari baribir. Qattan ham bilsa bo'ladi. Mana Yevropada hozir amerikaliklar kulyapti Yevropaning ustidan. Yevropa jahon chempionatiga kelyapti-da, Amerikani unisi bunisi ustidan kulyapti-da. Amerika qarshi hujum qilib, keldinglarmi, ko'chada tualetlarimiz bor ekanmi, tekin ekanmi deb kulyapti Yevropaning ustidan. Ya'ni Yevropa deylar, o'zingni davlatingda tualet topa olmaysan, topsang ham pulga olasan deb kulyapti. Bu yerda qanaqa tualetlar? Vashi bemalol. Aeroportda yotib olib dam olish uchun bemalol-ku. Ko'p qancha joylarga boring, 5 soat uxlab olayman, kelib qo'ndim, boshqa uchib ketaman desangiz $100, $50, $70 to'laysiz. Uxlab olish uchun. Tekinga qo'yib qo'yibdi. Shu komfort ko'p bo'pti. Ya'ni bolasidek qaraydi demoqchiman hukumat xitoyliklarga. Men shunaqa ko'rdim. Masalan, biza endi baribir ham mana Xitoy kelishimizdan oldin juda ham ko'p g'arb mediasini iste'mol qilganmiz-ku, to'g'rimi? Xitoy haqida o'zimiz tasavvurlarimiz bo'lganda, endi ma'lumlariga biz aniqlik kirdik. Qaysi biri mif, qaysi birlarida qanaqadir haqiqat bor qisman degan narsalarda endi sal bo'lsa ham o'zimiz javobimizni topa oldik-da. Lekin men qanaqa o'ylayman? Masalan, mana men bitta narsani tushuna olmayapman-da. Masalan, giddan ham so'radim, tarjimonni, xo'p, nima mana shunaqa birdaniga oxirgi 30 yil 40 yillikda bu darajada o'sib ketishi asosi nimadan iborat? Qanaqa odamlar, bu odam faktorimi yoki boshqaruv faktorimi degan savollarga hamma har xil javob berishdi. Hayron qolish kerak baribir. Misol uchun biz Shanxayga borganimizda ham, mana Guanzhouga kelganimizda ham eng osmono'par binolarni hammasini aytishyapti. 20 yil oldin mana shular yo'q edi. Lekin men hozir bunga o'tamiz, yana bu bo'yicha hozir men yana bitta xulosam kelyapti. Lekin undan oldin men aytgan gapga nima deysizlar? Men shu javobni bilmoqchiman. Ya'ni qanchalik men aljiryapman yoki bir jon bor, hozir avtoritarizmga ulab tashladim-ku. Endi qarang, zo'r gap aytdingiz. Men nima uchun uni aylantirib ketdim? Chakagimni yopinglar yoki nima qilaylik? Gapim emas, mana misol uchun menda manaqa narsa bor-da. Masalan, siz agarda Xitoy haqida gapirsangiz yoki bo'lmasa boshqa qanaqadir avtoritarizm yoki bo'lmasa yagona partiya boshqaradigan davlat haqida gapirsangiz, baribir misol uchun sizga nisbatan e'tirozlar bo'ladi-da. Mana misol uchun Yevropa yoki boshqa davlatlar demokratiya nima uchun, inson huquqlari nima uchun kerak degan gaplar bo'ladi. Yomon konservatorlashib ketdimi mana oxirgi paytda? Mana shunaqa savollar tug'iladi-da. Biz misol uchun men nimadan tarafdorman? Hozir mana xulosalarimizda-da qandaydir nuqtalar qoldirishi, masalan-da. Ya'ni biz hech qanaqasiga mana shu to'g'ri ekan, mana shu yagona yo'l ekan demayapmiz. Biz ko'rganimizni aytyapmiz-da. Endi bitta material o'qib qoldim. Kechagina internetda u yerda masalan Xitoy yana bitta muvaffaqiyati, mana yagona partiya ta'sir qilgan baribir deydi. Masalan siz aytganingizdek, masalan uchun hammaga yagona QR kod qilinsin-da, masalan uchun nos sotadigan, qurt sotadigan odam ham, kosib ham, zapravka ham shundan to'lasin. Tochka. Butun Xitoyda 100 minglab YTT ochganmisiz, MCH ochganmisiz, hamma shunga o'tadi. Tochka bo'ldi. U yerda bellashuv, tortishuv, yana 3 yil, 5 yil byurokratiya bo'lib o'tirmaydi-da. Endi men bilmayman buni qancha darajada to'g'ri yoki noto'g'riligini. Bu mana xuddiki bitta partiya boshqaradi-ku, ya'ni bir taraflama boshqariladi, to'g'rimi? Yoki zo'r qilib qo'yasiz yoki suvab qo'yasiz. Suvab qo'ygan davlatlarni ham ko'rganmiz, mana zo'r qilib qo'ygan davlatlarni ham ko'rganmiz. Bu uje omad keladimi, kelmaydimi-da fuqarolarda. Agarda hukumatda shu bir taraflama boshqariladigan hukumatda agarda dunyo qarashi, maqsadlari agarda to'g'ri bo'lsa, mana shunaqa bo'ladi. Agarda noto'g'ri bo'lsa, unaqa davlatlarni ham bilamiz. Ya'ni bu odamlarga bog'langan. Va odamlarning omadiga, ya'ni kim kelib qoldi tepaga. Masalan, mana bunaqa faktor bilan ham bog'lashga harakat qildim. Mana misol uchun men mana Xitoyda ham bo'lganman, mana Norvegiyada ham bo'lganman-da. Ikkalasi juda ham bir-biriga qarama-qarshi olamda. Misol uchun ularning boshqaruv tizimi yoki umuman hamma narsa bir-biriga qarama. Lekin ular ham boy. Men Norvegiyada bo'lganimda ham men hayron qolganman misol uchun-da. Haqiqatan ham
boy bilinib turadi-da. Odamlar yaxshi yashayotgani, davlatning o'zi boy ekanligi. Xitoyda ham masalan biz qayta so'radik-da, o'sha kimni uchratsak so'radik. Hop, qancha odamning o'zini shaxsiy uyi bor? 85% odamning shaxsiy uyi bor. Odamlar qashshoqmi? Bor, qiynalyaptilar, lekin ommaviy qashshoq. Lekin ommaviy qashshoqlik yo'q. Masalan, umumiy Xitoy xalqining 40% yoki 30% qashshoq deya olmaysan dedi. Lekin bor, ha dedi. Endi biz Norvegiyada ham shunaqa. Endi men o'ylab qo'yaman, qanaqadir balki mamlakatda qazilma boyliklari, misol uchun dengiz bilan chegaradosh ekanligi, ko'p mana shunaqa tabiat tomonidan berilgan faktorlar ham balki rol o'ynar deb o'ylayman-da. Masalan, Xitoyliklar misol uchun o'sha yer qazilma boyliklarini qayta ishlab chiqarishda menimcha so'zsiz dunyoda birinchi o'rinda turadi-da. Ular tez shuni egallab olgan, tez qayta ishlab chiqarib, butun dunyoga sotgan. Balki ko'proq o'shandan foyda. Men bilmayman, iqtisodchilar bilar balki-da. O'shaning uchun ham mana shunaqa parallellar ham bor demoqchiman. Misol uchun mana Norvegiya bilan Xitoy boshqa olam, lekin unisi ham boy, bunisi ham boy. Unisi ham yaxshi, bunisi ham yaxshi. Unda ularni skillari har xilda. Anaqa o'yinlarda har xil qahramonlarning har xil qobiliyatlari bo'ladi. Ochiq botlar mana masalan qanaqadir katta o'zgartirish kiritishmoqchi bo'lishsa, bemalol kiritib yuborishadi. O'sha bitta QR kodini bo'ldi, butun davlatga. Super kuchi bor shunday. Ha. Botda agarda hukumat yoqmayaptimi, almashtirib yuborishi mumkin, lekin agarda qanaqadir katta o'zgartirish kiritishmoqchi bo'lsa, byurokratiya ko'p, juda ham qiyin. Lekin riski kam, yomon anaqa lizer kelib qolishini almashtirishadi. Ha, almashtirish mumkin. Ikkalasi ham ikki xil yo'l muvaffaqiyatga olib boradiganda. Need for Speedda o'sha har xil mashinalar bo'ladi-ku, har xil anaqa. Qaysidirda drift oshgan, qaysidirda uskareniyasi ko'p, qaysidir boshqaruv. Tomoshabinlar blur bo'yicha bilishadi. Moshina uskareniyasi yaxshi bor, keyin upravleniyasi yaxshi bor. Shunaqa. To'g'ri. Bu taraflari ham bor. Yana nimalar qildik? Xo'p, ko'rdik, mana tualetlarni ko'rdik, metrolarni ko'rdik, yo'llarni ko'rdik. Ovqatlarni yedik. Ovqatlar haqida menimcha bu sonimizda endi biz suhbatimiz oxirida ketadi. Odamlar qalay sizlarga mana hozir issiq paytga kelib qoldik. Issiq paytda Xitoyda moda bor, erkak kishilar qornini ochib yuradi. Bu chet elliklarga, ya'ni bizaga g'alati ko'rinishi mumkin, lekin bularda juda ham oddiy hol. Bemalol qornini ochib yurishadi, bundoq qorniga baraban urib yurishadi. Lekin tushunishim bo'yicha bu narsa hali boshlanmadi. Biz ko'p ko'rmadik bunaqa narsani. Ko'p ko'rmadik, lekin bor. Bor. Endi ular tabiiy yo'l bilan issiqlikni botdan chiqarib olish kerak. Shanxayda to'smasligi kerak deb o'ylayman. Shanxayda o'zi ko'p. Biza Shanxay hali unaqa suv paytiga kelib qolmadik-da. Men masalan unaqa kiyim kiyib yuribmanmi, hali yursa bo'ladi. Masalan, bu rosadan bo'ldi-ku bugun. Shanxayda o'shnaqa harorat bo'lgan paytda rosa qorni ochib yurishadi odamlar bemalol. Odamlar masalasida meni bitta xulosam bo'ldi-da. Masalan, qanaqadir odamlari o'zlarining kundalik hayotiga nisbatan ancha erkindek ko'rindi menga. Erkinlik bor deb. Masalan, men masalan Yevropada bo'lganingizda, mana Venada yoki Avstriya boshqa shaharlarda bo'lganingizda, qanaqadir ham Milanda bo'lganingizda, hamma narsa qonuniy, hamma narsa odamlarning o'zlarini tutishi, kiyinishi, gapirishi, hammasi xuddiki ehtiyotkorlik, xuddi shaxmat donalaridek harakat qilishlik xulosa berganda menga. Bu yerda qanaqa bemalolchilik bo'lib ketdi. Bemalol, to'g'ri. Anaqa oldik-ku, podkast oldik-ku, anaqada film muzeyida e'tibor berdinglar, bir bahol orqamizga kelib qolishdi-da, shunaqa baqirishyapti, shunaqa baqirib gapiryapti. Bizni u yerda kameralarimiz borligi, suratga olayotganimizni sezmayapti, o'ylamayapti-da, vacha deb baqirib tashladi. Keyin Anvar akalar borib, "Voy, iltimos, men tanaqiyamiz" dedi. Va eng qiziq aytgandan keyin eshitdi. Anvar akaning gapini xo'p deb keyin ketdi. Ya'ni, "Xo'p, kimsan o'zi? Nima menga anaqa qilyapsan? Men xohlaganimcha anaqa qilaman" demadi. Eshitdi. Qarang, shuni ham bu ham qiziq. Lekin men juda euforiyaga berilmagan bo'lardim odamlarga kelganda. Baribir ular sdержанный deydi-yu, shu narsa bor, jiddiylik bor. Begona bo'lsa, begona sirash ham bor, kerak bo'lsa sizga kulib qarab ketavermaydi. Balki qaysi joyda mag'rur bo'lishi mumkin, uni biz bilmagan bo'lishimiz mumkin. Biz bu yerda bir haftamiz. Mumkin. Biz qanaqadir joylarga borib yuribmiz-da, baribir.
o'sha narsalarni unutmaslik kerak. Birinchi hissiyot aldashi ham mumkin. Birinchi taassurot aldashi ham mumkin. Sizlar bitta tajribaga ega emassizlar. Men u tajribaga ega bo'lib qoldim. Men gruppadan ajralib universitetimga bordim-ku. O'sha kuni shunaqa narsa bo'ldi. Men hali bo'lmaganman bunaqa narsa, yangi tajriba bo'ldi. Universitetimga bordim. O'sha hammasi nostalgiya zo'r. Zo'rda. Keyin aylanaman deb boshqa aylanadigan Nanjinluga boraman desam, shunda metrodan chiqishim bilan qarasam, telefonimdagi trafik tugab qopti-da. 20 gigabayt oldim, ishlatib qo'yibman qaqqadir. Esingizda bo'lsa, biz uni Toshkentda eSIM sotib oldik. Uni u sim karta orqali VPN ham ishlaydi, Telegram ham ishlaydi, Instagram ham ishlaydi. Lekin agarda Xitoy ichida Xitoy internetini ishlatsanglar yoki Xitoyda sim karta sotib olib ishlatsanglar, bilasizlar, Telegram ishlamaydi, Instagram ishlamaydi, VPN ishlamaydi, YouTube ham ishlamaydi. Xullas, menda trafikim o'chib qoldimi? Men takoy, "Xo'p, mayli, hozir bu Wi-Fi ga ulanib olaychi" dedim-da. McDonald's KFC'ning oldiga bordim-da, Wi-Fi ga ulanaman desam, Xitoycha telefon raqami so'rayapti-da. Telefon raqami yo'q. Ya'ni kim ulanmoqchi Wi-Fi ga deyapti? Tushunishinglar uchun hozir aytdik-ku, naqd pul ishlatmayapmiz, to'g'rimi? Ya'ni meni to'laydigan WeChat'im, Alipay'im javob bermayapti. Voy dedim-da, nima qilsam ekan dedim-da, borib pastga tushdim metroga, hozir tinchgina mehmonxonaga yetib ola qolay dedim-da, metroga tushdim. Hech qanaqasiga to'la olmayapman tiket uchun. Metroga borib, haligi turniketni WeChat'imni qilib ko'rdim, ishlamayapti. Tak, deyapman-da, taksi chaqiraman desam, u ham Alipay ichida, uni ham internetsiz chaqira olmayman hozir. Agarda yagona yo'l shunda oyoq bilan mehmonxonagacha 20 kilometr, 10 kilometr yurishdi. O'sha payt tak dedim-da, McDonald'sga kirib ko'ray dedim. McDonald's kirsam, o'tda ham Wi-Fi so'rayapti, telefon raqamni. Axiri mayli. Bitta Xitoy oldiga bordim-da, iltimos, Wi-Fi tarqatib tur, men chet ellikman. Naqoli, o'zimga trafik sotib olay dedim-da. Ha, bo'ldi, Wi-Fi tarqatdi. Tarqatgandan keyin sim karta sotib olaman desam, kirmayapti. Programmaga, chunki Xitoylik internet bilan sim karta sotib ola olmaymiz. Ana o'sha payt kallamga urdi. Demak, men hozir sizlarni topib olishim kerak. Sizlarni Wi-Fi'larni olib, o'zimga sim karta sotib olishim kerak ekan. Ungacha meni ilojim yo'q ekan deyapman-da. Keyin Xitoyda kelman senga mayli, o'zimni telefon raqamim orqali McDonald's Wi-Fi ga ulab qo'yaman seni, o'tirib shu yerda deganda, "Ha, bo'ldi, rahmat" dedim-da, ulab qo'ydi meni. O'tiribman, hech nima ishlamayapti, VPN ni yoqsam ishlamayapti. Yo'q, hech nima yo'q-da. Bo'ldi, mayli, hech bo'lmasa taksi zakaz qila olaman. Xitoycha programma-ku, Xitoycha internet bilan. Taksi zakaz qildim, mehmonxonaga ketdim, taksini kartadan to'ladim. Bo'ldi, mehmonxonaga keldimda azam ish qilib nomerda bo'lsin. Azam orqali sotib olaman deyapman-da, kirsam yo'q-da azam. Keyin qanaqadir turmaga tushib qoldim, qamoqga tushib qoldim-da. Chunki Telegramdan sizlarga bog'lana olmayman. Instagramdan sizlar bilan bog'lana olmayman. WeChatga kirsam, WeChatda yo'qsizlar. Chunki WeChatda bog'lanmaganmiz. Bir-birimizga yoza olmaymiz. Men o'shacha xotinimga pochtadan yozyapman-da. Pochtadan. Yana pochtadan yozamasam, u ham podarkalar ishlamayapti-da. Yaxshi ishlamayapti. Ke azamga haliga WeChatda yozib yotibman, invite yubordim-da, anaqa приглашение yubordim-da, hali do'stlik yubordim-da, anaqa azam cho'ttaman. Qaranglar. Anaqa turibman, hozir qornim ham ochdi. Hozir agarda mehmonxonadan chiqib ketsam, Wi-Fi o'chadi. Mehmonxonaniki hech qayerda ishimni to'la olmayman. Shunaqa raqamli Robinson Crusoe. Raqamli Robinson Crusoe bo'lib qoldim, aka. Keyin axiri qanaqa chiqdim bu holatdan, azam kelishdan oldin hamma narsani ishlatib ko'rdim. O'zimni rostdan qanaqadir Robinson Crusoedek his qilmadim. Bundoq qarasam, eski VPN'im bor ekan. Bitta eski Dranduletani ishlatilmagan, izdan chiqarilgan VPN'im bor ekan. Orqasiga yopishib qolgan.
bitta bossam ishlab ketdi-da. Qani dedimda, ani programmaga kirsam ishlab ketdi-da. Voy deb sim kartani sotib oldim, bo'ldi, onlayn bo'ldim-da, lekin undan oldin o'zimni haqiqiy haligi umuman kuchsiz, qanaqadir hech nimaga qodir emas odamdek his qildim o'zimni. Ya'ni internetingiz yo'q bo'lib qolsa, mana shunaqa qanaqadir yovvoyi Robinson Crusoe bo'lib qolar ekansiz. YouTube'da Texnoplov ko'rmaysiz-da? Ha. Ko'rgan bo'lasizlar. Texnikani tushungan bo'lardingiz oldindan. Harakatni qilgan bo'lardingiz. Qarab turarsiz, necha gigabayt qoldi ekan degan. Yat. Yaxshi. Yaxshi o'tiribman. Tugatyapsizmi? Yaxshi. Chopshizni qarang, chopshizni qarang. Bir soatdan beri gaplashayotgan ekanmiz. Hali gaplashib o'tiruvdik, Laziz aka, mana shunaqa odatlari bor. Agar birdaniga chopishni yoqtiradilar-da. Nimadir tugatmoqchilar, yaxshi qiladi. Bu signal haliga bo'ldi, tugatish kerak degani. Bir soatdan beri gaplashayotgan ekanmiz. Qo'ya, anaqada siz yo'q edingiz, Azam bilan mahalliy aeroportga kirdik-da, ketyapmiz-da, yo'lda ketyapmiz-da. Bir 100 metr yurdim, zerikdim-da. Bo'pti, Azam qaytdik dedim-da. O'zi Azam bilan boshda kelishdik, magazinlarni ko'ramiz dedik-da. Endi har magazinlarda men shu odati bor, siqilib qolaman-da, ozgina charchamayman. Tez tugatish xohlayman o'sha missiyani-da. Mediga tegadi. Ha, mediga deb qoladi. 100 metr yurganimizdan keyin Azam bo'pti qaytdik dedim-da. Undan oldin maqsad oldim. Qarang, to'g'ri o'sha qizil narsa borga o'xshayapti-mi dedim-da. Qarasizmi? Qizil narsa yo'q-da, yo'q. Bilib turib so'rayapman. Bilib turib so'rayapman-da. Nima illyuziya vыбора. Keyin Azam bilib olgan mani. Chopishimni bilib olgan u. Keyin men aka dedi, 2 soat vaqtimiz bor ekan dedi. Oxirigacha borib kelaylik dedi. Просто mayli ketsa ham vaqtim deyapti. Bu yerda falsafalar to'qnashuvi bo'lyapti-da. Bular уже bo'ldi. Ma'no yo'qda yo'q ekan aka. Do'konni chopamiz. Mani falsafam shundoq ham 2 soatimiz o'tirmaylik-da, mazmunli bo'lsin. Mana shu missiyani bajaraylik. Bilaman, Narita asosiy missiyamizda. O'zi o'sha yerda deb baxtimiz. Do'konlar ham o'sha yerda yo'q. O'sha yoqqa oxirigacha borib, bu ishni topa olmadik bo'lish kerak. Mana shu quest o'tilish kerak-da. Keyin u yoqqa o'tilish kerak. Shuni oxirigacha borib olish kerak deyman. Nima bor? O'zi ko'pchilik menda podkastlarda, ko'p podkastlarda qatnashib turaman-ku. Texnoplov ko'rmaysizlar-da. Men xaritani ochdim, bundoq qaradim, magazinlar bormi, yo'qmi? Yo'q ekan, bormadim просто. Yo'q-da. Yana bu hafta bu aytilganmi? Yo'q, hozir prikol qilyapti. Bo'ldi. Ha, podkastga borib turasiz. Borib turaman-ku. Ba'zilar ko'pchilik yozadi, tanishlar aytadi-da, masalan, примерно 1 soat 40 minutlar gaplashilgandan keyin, yaxshi, shunaqa gaplar. Yoki o'sam shunaqa xullas shunaqa deb, yakunlovchi so'zlar bo'ladi. Ishlatishni boshlayman-da. Keyin menga yozishadi. Sen agar qiziqmayotgan bo'lsa, bizga qiziqmayapti. Tugatma unaqa patay berma deyishadi. Men o'zim bilmagan holda yonimdagilarga ham ta'sir qilaman-da. Masalan, shu tugatayotganim. Signallar berib, havoni o'zgartirasiz, xonadagi havoni o'zgartirmoqchi bo'ladilar. Mana shunaqa yomon odatim bor. Shuni Azam xitlab qoldi-da, Xitoyda xitlab qoldi. Anvar aka bilan o'tirganimizda, "Всё, Anvar aka" deyman. Desa, qo'ratdi. Uyalimizni chopish kerak. O'shaga bo'lsa hozir mana 1 soat gaplashib yaxshi deyapti-da. Nimalar qolib ketdi yana? Anaqa trend bo'lib ketdi-ku, mini trend bo'lib qoldi. Haligi uchalamiz rasmga tushganimizni odamlar AI'da o'zgartirib, bizani har xil sahnalarga qilib, yo Harry Potter personajlarimizni, yo haligi dinozavr davridagi odamlarimizni Beatles qo'yishdi. Anaqa Shimoliy Koreya qilib qo'yishdi bizani, sizni Kim Chen In qilib qo'yib, bizani ikkita general qilib qo'yib. Texnoplov Telegram kanaliga yoki uchalamizni Twitterimizga kirsanglar, o'shda men yig'ib qo'yganman hammasini. Lekin men ko'rdim Texnoplov Telegram kanalida prям hammasi bor ekan. Adashmasam. Texnoplov Telegram kanali hammasi bor. Original rasman bor. Agarda sizlar ham bu ijod qilib, qo'shimcha qilmoqchi bo'lsanglar, kulgili chiqsa men repost qilaman. Shunday. Yana nima? Xullas, biz yaxshi. O'zi, bugun mana bugun oxirgi kun,
Hozir mana mehmonxonada nomerda olamiz, kechki payt boshqa joy topa olmadik. Ertaga obedda ketiladi. O'shaning uchun ham yakuniy xulosa olamiz. Bozorlarga bordik, mana ko'rdinglar. Yaxshi, qo'ldan kelgancha qildik. Bu seriya bo'ldi demak, o'ziga yarasha siklga aylandi. Nom berishimiz kerak unda bunga. Maxsus son alohida. Nom berib qo'yamiz, playlist qilib qo'yamiz. Hozir o'ylamaymizmi shuni demoqchiman-da? Yo'q. Nima variantingiz bor? Serqatlam Xitoy. Bo'lmaydimi? Ani yegan desertimizdagi qatli qavat ekan. Biz boshqa davlatlarga bormaymizmi keyin? Umumiy nom bo'lish kerak emasmi? Men pozdimda qotuvdim-da. Tushunmadim yana tushunib ba'zida, lekin ancha tushunib oldim-ku. Ancha vaydlashdik. Xullas, nima demoqchiman? Mana shu prikol nimadan yeyapman? Azam, mana shu inglizning qizi memla, jinnisal pulguring narsalarni ichida yashab o'lgan qo'yganda. Hali Englify ofisiga borib oladi-da. Ha qilib mana Instagramdan tushunmayman uni memlarini. Anaqa ifodalashish hamchi memlar bilan bo'lib qolganda. Memlar orqali gaplashadi o'zi bilan. Nafaqat ba'zida mana menga nimadir tashiydi Instagramdan-da. Nima ko'raman-da, chiqib ketaman-da. Keyin pulmadingiz ham deydi-da. Keyin o'zidan so'rayman. Nima prikol? U memni tushunish uchun boshqa memni tushunish kerak ekan-da. Tushunasiz, bu memni tushunish uchun mana boshqa memni ko'rgan bo'lishim kerak ekan-da. Yoki o'zim bitta aktrisa bilan men tashlaydi. Bitta aktrisa yugurib ketyapti. Kim edi shu aktrisa oti? Esimda yo'q. Hamma kinosida yugurgan joyi bo'ladi-yu. Ha. U aktrisasi bilan gaplashdik. Zo'r aktrisa. Ziyoli yuzi dedingiz. Hop, menizni tushunmadim-da, yuborganingizda. Emas, bu o'sha aktrisaga bo'lgan qaranglar qanaqa yaxshi kinoda chiqyapti degani. Bo'p, xullas boshqa qilsa tashin tushunmagan yuborgansiz-da. Shuning balki men konservatni qarib qolganman. Yo'q, lekin bo'ldi, men tushunaman-ku. Sizni kiritayotgan paytdachi, o'zing bajarib ur deyman-da, azamga aralashmasga javob o'zing davay. O'zing kirit deyman-da. Shunday. Xullas zo'r bo'ldi. Rasa Anvar akaga hazil-qizil qilib. Men hazil qilib yotibsiz. Anvar aka, o'sha jiddiy qabul qildilar. Nima bilan Umuman kulmadilar. Kulmayaptilar. Rasmingizga kirdi, minus avradi. Bitta hazilingizga kuldilar. Prosta yomon odamsan ko'zlarida. Bitta hazilingga kuldilar-da. Shinoplizga chiqdi-da. Shuni olganim qaytini esitsa bilan yana bitta hazil qildi. Kulmadilar. Yana kirib ketdi. Bitcoin azga yashil ko'tarilsa, yana sotasiz. Qizim tushib ketadi-yu. Qayta qirg'izib yubordilar meni keyin. Ayshi bo'ldi bor. Xullas, o'rtoqlar shunaqa gaplar. Yaxshi bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Mehmon sifatida. Rahmat chaqirganingizga zo'r bo'ldi. Sarvar akamga ham rahmat deyman. Shu ishlari chiqib qoldi. Sababli ko'ra kela olmaganlari uchun men Sarvar yuboraman deganlar-da. O'sha takoy lyuks kopiyasini. Endi shogirdimiz-ku baribir. Mayli. Hozir javob bersangiz. Shu o'shanga Sarvar akamga rahmat. Endi nasib qildi menga. Sizga rahmat. Bizga sherik bo'lganingiz uchun men o'ylayman juda ham yaxshi son chiqdi. Qolganlarga ham yoqdi. Biz oldindan bemalol dasturda rejalashtirgandik. Birinchi qismda aytib kelgandik. Masalan, qanaqadir chetga sayohatlar qilamiz deb, mana Yevropaga, Gruziyaga, boshqa davlatlarga ham sayohatni rejalashtirganmiz, xudo xolasa. Boshqa davlatlar elchixonalari eslab qolinglar bu narsani. Shunaqa vaqt bilan sizni ham chaqirib turamiz. Rahmat. Zo'r, maza qildik. Umuman muxlislarga mana biz harakat qildik. Oxirgi 8 kundan buyon Xitoydamiz. Juda ham ertalab chiqib ketamiz, kechki payt kelamiz. Qo'ldan kelgancha nimadir oldik. Bu bizni birinchi o'zimizni anaqamiz, nima deydi? Tajribamiz, ha. Nimadir yaxshi chiqqan, nimadir yomon chiqqan bo'lishi mumkin. Men o'ylayman hammaga yoqadi. Yaxshi harakat qildik, faqat shu bilan yashadik. Shuning uchun fikrlaringlar bo'lsa, albatta bu endi bizning rejamiz bo'yicha ikkita son qilsak kerak, ikkita katta son bo'ladi. Ikkinchi sonning oxirgi qismi bu. Agar sizga birinchi son ham, ikkinchi son ham yoqqan bo'lsa, albatta fikrlaringizni yozinglar. Reklama bermoqchi bo'lganlar, hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar bizga chiqinglar. Agar sizlar hamkorlik qilsanglar, biz keyingi sonlarni
Olamiz. Ha, olamiz. Baribir olamiz endi. Hamkorlik qilsanglar. Loyihani qo'llab-quvvatlaylik. Qo'llab-quvvatlaylik. Bo'tga ham masalan kelganimiz uchun hech kim bir tiydan bermadi. Men qon to'kib yuribman bu yerda masalan bolalar jo'natib nima haqida gapirayotganim. Shunday. Shunaqa. Shunga rahmat hammaga. Hammaga rahmat. O'rganinglar uchun davom ettiramiz hali yana. Rahmat. Zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Rahmat. Charchamanglar.